Mening bilishimda Sehri şirketi növbətdə 200'den artıq məxsus setiş dokanlarını şəkillendirib və baş həmkarlıqçılarını vücudğa çıxırıb 128 türdən artıq girim buyumları 80 xildan artıq ayollar beden güzelleştiriş, sağlamlıq iş kiyimlərini bazağa silib cəmiyyətimizdəki məlum ehtiyacını qandırış bilan birgə hər millət xanım qızlarınki kişilik qiymetini namoyon qilish, dünya qarşı və qimmat qarşıga bir baldaq yükseliş ekliş üçün özünki qimmatlik əmgəklərini sərf qilib tutdu. Şu vəcdin şirket qurğucusu Farida xanım və Xanqız xanım başçılığındakı şirket barcha xodimlarga texmi cho'nqur ofirni aytaman. Əmgəkinizlər ziyoda bo'lg'ay. Unda olsa bugungi qutlug' yig'ilishimizda şirketning bosh mas'uli lideri bo'lgan Farida xonqizmi nihoyat o'tqashdek yetib kelibdi. 5 yillik musofada ko'ni istimosga jam bo'lgan mana shunday qutlug' minutlarda qalbidan urg'ugan minnatdorlik salomlari balkim og'zi qaplashib turayotgan bo'lishi mumkin. Qani olqishimiz bilan oldi bilan Farida xonimni so'z taklif etamiz. Marhamat. Siz bugün ha? 500'ünü 50 yılını oylap, oturup kettim gidip oylap kaldım ben. Hoş geldiniz. Qani, mehmanlarning ko'zlari sizga tikiligilik. Balkim bugün sehrininki mehr yig'ilish bo'lishi mumkin. Buni ishonima. Qani, marhamat. Salam, mushu sorunimizga yetib kelgan, jiroqlardan yetib kelgan şirketimizning eng chong hamkorlashuvchisi Kuyxonishi Nurisadam, shundaqla yaqin yo'ruq do'stlarimiz, cho'lponlarimiz, bizning suyimlik Sehri şirketimizning to'rgi bo'lgan, Sehrining kelgisi bo'lgan suyimlik vakolatchilar. Yengdan bizning sepimizga qatilish oldi turgan, qatilish uchun mushu sorunimizga kelgan barliq suyimliklar, menda sizlarga o'tliq ham mehrlik salomlar bo'lsin. Shunchalik hayajonliq ilgib turibdiman. Qarasam shu ustunki qavat, ostini qavat liq to'shibdiq. Demak, bizning Sehrining taraqqiyoti texmo zo'r bo'layapti. Tuni kundan beri shu tarbiyalashlarni ilib borgan vaqtimizda 150 ga yaqin suyimlik vakolatchilarimiz qatnashgan. Hozir qarab baqsam 500 ga yaqin odam yig'ilibdimiz. Men bundan shunchalik suyundim. Ishonamanki, biz Sehri kunni kunga küçüyüp barımız, zoruyup barımız, qo'shunimiz texmo ko'payib bordi. Yangidan kirishni o'ylayotgan, bugun biz bilan hamkorlashib kelgan suyimliklarimiz ikkilanmasdan bizning sepimizga qatnashinglarni umid qilamiz. Unda bo'lsa, men shu yangidan kelgan, shundaqla shirkatimizni tushunib beqish uchun turayotgan suyimliklarimizga shirkatimiz asıl tanıştırıp ötey. Şinjan Sehri Xalqaro Sochi şirketimiz 2016 yılı 4 ayının 25 günü İpek Yol Soğudu Belvağı'nın merkez bo'lgan Ürümçide qurilgan. Qurilgandan tatip ta hazır kadar Sehri markasdagi girim buyumlari, Sehri markasdagi ish kiyim, uxlash kiyimlari, shundaqla Ayfer markasdagi girim buyumlari, rangli girim buyumlari qatorliq nurg'ulg'an mahsulotlarni ishlab chiqarib, 2 xilga yaqin mahsulotimiz bilan xonim qizlarimizning alohida olqishga erishib kelyapmiz. Şinjanning 75 yerda Sehri markasdagi girim buyumlari, shundaqla 38 yerda Ayfer markasdagi güzellik salonlari, girim buyumlari qatorliq maqsad do'konlarimiz ochilib, kan xonim qizlarimizning atrofliq mulozimatga erishish, sog'lomlik, go'zallik jihatdan kafolatga ega qilyapmiz. İşinimizki biz to'xtamasdan tirishib, go'zal xonim qizlarimizning sog'lomligi, shundaqla haqiqiy go'zalligini amalga oshiramiz. Shundaqla bizning sepimizga qo'shilishni o'ylayotgan, bizning sepimizga qitilgan har bir suyimlikni pul toptirib, yaxshi bo'lgan muvaffaqiyatlarga erishtiramiz. Shunga tuanda o'tgan suyimlik vakolatchilarimga, shu faoliyatimizga qadam tashrif qilib bergan barliq suyimlik qarindoshlarimga cho'nqur salomimni yo'llayman. Rahmat.
Oy, rahmet. Rahmet. Oy. Mübarek olsun. Ot yürek vakaletçiler mana Rahmet. Murasimning başlanışıdla özünün minnettarlık kalbi bilen çıkıptı. Qo'llashlar üzülmesin. Rahmet. Sehrilikler meni suydu, men sehriliklarni suyman. Biz mana shundoq iliq oila, ittifoq oila, mehrlik oila. Bizniki oilamizni texmo go'zallik chimdirayotgan, texmo mehriga to'ldirayotgan bir kishini men tanishtirib o'tmoqchiman. Hammalarga tanishlik, yiqimliq ovoz bilan bizning qalbimizdan chunqur o'rin olgan Köylər xanışı şirketimizning eng cho'ng hamkorlashuvchisi bizning Nurnisa Abbas xonim shu naq maydonga yetib keldi. Ondan qolsa hammalar shu sahnada turib suyimlik odamning bizning shirkat to'g'risidagi, bizning hamkorliklarimiz to'g'risidagi go'zal so'zlardan bahramand bo'lgan bo'lsak, bo'landi bu manda. Ondan chavaklar Nurnisa adam uchun Salam azizane, Qashqar diyardagi qarindoshlarimiz, xonimlar, apandilar, hammanglarga Nurnisa Abbasdan mehrlik, o'tliq salomlar bo'lsin. Mana mushundaq go'zal minutlarda sehrininki eng qaltis bo'lgan mushundaq faoliyatlarda sizlar bilan asr olishib turyapmiz, ko'rishib turyapmiz, didor g'animatda bo'lyapmiz. Menmo intayin xushal bo'lyapman. Sizlar xush bo'ldinglarmi? Avazinglar bek to'bango. Xush bo'ldinglarmi? Bo'ldi. Shundaq bo'lsa, to'g'ri bo'ladi shundaq-ku, Mening Farida singlim bu gapni to'la dedik. Meni izlab topgandan keyin biz qo'limizni mana shundaq tutishdik. Chunki sehri cho'ng oilasiga bizning turkumlab kirayotgan vakolatchilarga, qarindoshlarimizga, ota-sing'illarimizga, aka-inalarimizga, sabdoshlarımizga, do'stlarimiz bilan birlikda mushu yo'lni birlikda bosaylik deb. Biz qandaqdir boshqa shirkatlarga o'xshash va yoki boshqa bir tijorat qilayotganlarga biz o'zimizni hargizmi selishtirmaymiz. Chunki bozorda hech qachon sifatsiz mahsulot yo'q. Lekin o'rin odam bor, o'rin xaridor bor, o'rin iste'molchi bor, mal to'nimaydigan odam bor. Lekin Sehri xalqaro savdo shirkatininki oldi qarab menishiga mening ko'zim 100% yetadi. Sizlarning ishonchinglar bormi, yo'qmi? Farida mushu 2-3 kun bo'lib qoldi. Asosiyatdan sizlarga mushu darslarni, nihoyat yaxshi leksiyalarni so'zlab berdi. Mushundan azroq bir ro'yi uzuq o'zinglarga, yurkinglarga tushgidek bir tasalli topa oldinglarmi? Rahmat. Men birinchi bo'lib mushu mahsulotlar haqiqatan hamma mahsulotlar yaxshi chiqyapti. Lekin men singlim Faridaga ishinaman. Shundaqla xon qiz singlimga ishinaman. Bu xon qiz singlimmi bek aqlliqa, sizlar bir jib ochsinglar meni bek ta'sirlantirdinglar. Shuning uchun mushu Qashqar diyardagi barliq azizlarimizningki ko'ngillik, xushal-xo'ram bo'lishini hamda mushu sehri oilasiga turkumlab vakolatchi bo'lishinglarni umid qilamiz. Biz boshqalarga o'xshash 46 million yoki 400 necha million degan gaplarni qilmaymiz. Faqat biz o'zimizga tushliq rizqimizni topsak, atrofimizdagilarni xushal qila olsak, oilamizga mehr muhabbat bera olsak, mayli yo'ldoshimiz bo'lsin yoki ayolimiz bo'lsin, ota-onamiz bo'lsin va yoki bola chaqlarimiz bo'lsin, mushularga yassi bo'ldi. Biz ortiqni talab qilmaymiz. Mening gapim esinglarda ching tursin. Pulni bakchiq tepib ketganlarmi o'zining rizqini ham yelaydi, uningdan ortiqini yemaydi. Mana Sehri shirkati rahmat.
Sehri Xalqaro savdo cheklanish shirkati mushuni mezon qilgan. Meni ta'sirlantirgan birdan-bir eg'iz so'zi mushu. Biz undaq million degandek heliqi psixolog, heliqi muallim deganlarninki o sonlarni biz demaymiz. Shaxsan men demayman, Farida singlim demaydi. Biz nima uchun mushu pul tepish yo'lini, beyish yo'lini tanlayapmiz? Faqat o'zimizning rizqini yeymiz. Abay degandek atrofimizdagilarni xo'sh qilamiz, xotirjam turmush kechiramiz. Partiya xalq hukumatimizning bizga bergan g'amguzarliklar bilan biz to'g'ri yo'lda mansaqlan bo'ldi. Uningdan ortig'i ortiqcha. Shuning uchun qarindoshlarimiz, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bizni ekranda jiq ko'rsizlar. Shunga gapni mo'sal jiqara qilib qoldim. To'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Hammanglarni intayin yaxshi ko'raman. Shinjang Sehri Xalqaro savdo cheklanish shirkatini davomli qo'llab berishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Manda qilaylik. Men hozir yana bir azroq choy-pay, qaynoq suv degan mushu Qashqarning yomon tatliq bir choylarini bir ichib olay, hadig'imni elib olay. Ungacha Farida yana bir ishki qiz o'zining gapi bor haqchana. Ikkimiz bir quchoq qilib qo'yamdik. Umma qiz bak ta'sirlantirdi jima meni. Mush qizning jonliqligida yo'ldoshi intayin qo'llaydi. Agar yo'ldosh qo'llab bermagan bo'lsa, Farida nada? Biz ayol kishilarni ota-onamiz, yo'ldoshlarimiz qo'llab bermasa, biz bu sahnada turib o'zimizning bir ikki og'iz tatliq so'zlarimizni qilolmaymiz. Shundaqqa o'maqlar, ha? Shundaq ma'rab qarab ketdingiz. Sizning qishingizga bormay, ya siz mening qishim kelingizmi? Rahmat, unda bo'lsa suyimliklarimiz sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat. Rahmat dada, sizning bizning sepimiz qetlig'iniz oltin o'ziga yaqut ko'z qo'ygandek shunchalik yaxshi bo'ldi. Sizning nuringiz bilan, sizningki qo'llashlaringiz bilan mana vakolatchilarimiz bu nayt ruhliqchanlik, chunki o'zini cho'lpan qilib tonta olgan kishi cho'qim bizning shirkatimizmi cho'lpan qila oladi, bizning maslahatimizmi mana shundaq cho'lpan alat keltirdi. Ham tirishyapmiz. Shunga bundan keyingi ishlaringiz texnik utuqliq bo'lsin, hamkorliklarimiz abadin abadga davomlashsin. Rahmat. Belki məmmanlar mening xarakterim tushungan bo'lishinglar mumkin. Mening xarakterim nihoyat ochiq quyruq, tuz, samimiy. Nurnisa odammi dal shundaq. Bizning oilamizga mana bu shundaq dadil, mardona, mard, yaxshi kishilar jug'langan. Bizning sehriy oilamiz nihoyat illiq, mehrlik oila. Shunga suyimlik vakolatchilarimizga, shundaqla yengdan kirmoqchi bo'lgan vakolatchilarimizga rahmatimni bildirma. Texmi tirishinglar, kelgisiga utuq bizning bo'ladi. Bizning shirkat haqiqiy kasblashgan shirkat. Bizning girim buyumlarimiz bo'lsin, ish kiyim, uxlash kiyimlarimiz bo'lsin, hamma jihatdan ilg'or qilib ishlangan, mahsulotning sifati yaxshi, shirkatning tashkillashi yaxshi, sizlarning yo'l boshchilaringlar hammadan yaxshi. Rahmat. Rahmat. Bir ta'sirlik Açsınlarca, bir hemkarlarca mehr-muhabbetninki bayanları kulak saldık. Farida Hanım bilen Nurnisa Hanım'ninki sehrinin çoğun ailesi de uçuruşup, özara bir-biriga mehr yetkizip, kasb yetkizip, aldınki növbetdeki faaliyeti men nahayat hayacanlangan. Bu qatam sehrininki ikkinchi marta faaliyetiga daxil bo'lishim. Nurnisa Hanım öz kasbi bo'yicha utuq qozongan, san'at sohasida parlagan bir cho'lpon bo'lish sifati bilan sehriga texmi bir juloliq gul bo'lib o'sim qo'shib bu oilada o'zining tegishlik julasini namoyon qilib turibdi. Faridami Nurnisa xonimdan ulgu elib o'ziniki san'at jihatdagi talantini joriy qildirib, nihoyat jushqun kuylar bilan sehrliklarga bir zo'q berib kelibdi. Nurnisa xonim ham tijoratdagi tafakkurni qanot yaydirib, sehri cho'ng oilasida o'zininki qimmatini texim julalantiribdi. Men bundaq bir birikishni nihoyat yaxshi hamkorlik, yaxshi birlashish, mehr-muhabbatlik quchoqlashish deb bildim. Bu ishkaylarninki sehrin oilasida texim uzoqcha birlikda javlon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Rahmat. Sal ig'irg'o. Qashqa xonim qizlari afandilar. Men Qashqa kelsam bak qizg'iliqni sezatdim. Hayat yaz kelib, so'yib qoldikmi ya, avaylag'ancha.
Kızgın oturaylı. Bugün Oscar'ını tanlashdagi maqsadmi bir chiroyli girimsen nurlar aslida bir güzel şembeni ötküzüş. Sehrininki bu ko'ngli sizlarga ayon. 3 kunlik bilishimda 3 kunlik oldin tarbiyalashdi bo'lsizlar. Nurg'unlagan yurak so'zlaringlarni, kelgusi tasavvurlaringlarni, planlaringlarni o'tiraqlashdinglar. İşimizki sehri şirketi mana shunday qadam bosqichliq, tartiblik, planliq taraqqiyot yo'liga qadam tashlasizlar, buningdagi keyingi taraqqiyot musobaqasi xayrli bo'ladi deb o'ylaymiz. Hozir raqobat keskin. Hammamiz ta'kidlayapmiz. Samimiyat muhim deb. Ammo samimiyat ig'izdili emas. Mana shunday amaliy harakatlarimizda, samimiy qo'llashlarimizda, iste'molchilarga bo'lgan samimiy yuzlanishimizda onandikin o'zi aksini topadi, rolini joriy qildirdi. Shunga sehri shirkatiniki samimiyatni mizon qilgan taraqqiyot musobaqasida har millat xonim qizlar bilan qo'lni qo'lga tutishgan holda go'zallik uchun, sog'lomlik uchun jangovarlik bilan ot choptirishini chin ko'ngildan umid qilaman. Qashqa tarixi uzun, madaniyati cho'nqur, xalqi tafakkurga boy bir yurt. Demek Şinjan'ınki yıltızi, rayon alayligi Şinjan'da mücessem değişik buludu. Nöbetki terakkiyatımı bizni söyündürüp durdu. Belki muş toprakta nefes yalıvatkan her bir hanım kızlarımız, efendilerimiz devrinin özgürüşüden, terakkiyat neticelerden takırınıp durvatkan buluşu mümkün. Partiya hükümetinki doğru yetekleşi bilen yuqum mezgilidi mi biz hatırcam birlikte kıyınçılıklardan ötüp mana bugünkü güzel yığılışımızda öz cilmimizde olturattığımız. Şu veciden bahar bilen tenkegen devrimizdeki saltanatlik minutlarga birlikte minnettarlık bildirishga her qaysilarini teklif etimen. Rahmet. Minnettar bo'lgan chaqda qalbdan muhabbat urg'uydi. Cho'qim qimmatlik vaqtinglarni ajratib bugun bir minnettar tuyg'uga bo'lishga, o'zinglarningki sevgisini berishga, sehrninki güzel tantanlarga chin yurgunlardan bir chavak yanglitishga jam bo'ldinglar deb o'ylayman. Unda bo'lsa tövanda sahnamizni o'ziniki Gulora, Yo'ldoshim qatorliq shoh kuylar bilan anglovchilarimizga, ko'rmanlarimizga zo'q berayotgan güzel qizimiz Qurbonisa Baratni bir chang payz berishni aytamiz. Vay, siz bilan yo'rusun sahnalar. Merhamet. Rahmet aka. Merhaba azizana Qashqar diyorimizga Gulchiray xonim qizlar, navqiron yigitlar, g'animatimiz, omonatimiz bo'lgan mehribon ota-onalar, mening ustozlarim, azizlarim, xush keldinglar. Bugungi sehriyliklarning mushunday katta faoliyatida sizlar bilan jam bo'lganligimdan o'zimni aytib baxtli his qilaman. Yana bir qitim Didor g'animat. Aldı bilen ben bu şeyde oturgan ustazım Nurnisa Hadem'den. Yeni şundakla muştak sanat sayesinde kadem besişimde anne hem adam özünün hikayesini özü bildi degandek Mehmetcan Abey akam bilen yeni bir kıtım görüşkenligimden özümden ait baxtli his qilaman aka. Xush geldiniz. Hammalarga sevginishli salom. Men o'tiribdi hammamiz mehmonlar sizlar bilan biz davomli ko'rishib turyapmiz, shundaqmi? Biz odatda azizana Qashqardagi Qashqar xalqi noiti qizg'in deydi. Hamma yerda shahar danqimiz bor. So'nga mehmonlarimiz xafa bo'lmay hozir chalgan chavqinlar bek oz bo'lib qoldi. Men uchun bo'lmasimi Yiroq ko'may kelgan Jushqin akamga, chiroyli ustozlarim Nurnisa Hadam bilan Mehmetcan Abey akamga shularning izzat hurmati uchun bo'lsimi bir qiyoqat chavaqlarni bergan bo'lsanglar. Rahmat. Biz muş programlar qatnaşsak, aldı bilen künüş için 2 minut toxtamasın çavak çağızat diye bir örümçilik vaxtlarımızda. Ondan olası mekmallar. Çavak çeliş usulü naydıcık. Bir-birini kolu çavak vurup, bir kolunu, 2 kolunu bir-biri vurup çavak çeliş. Yeni birisi bolsa vaqirab durup çavak çeliş. Yeni birisi bolsa hicil bolmasanlar ısqar tutup çavak çeliş. Ustazlarımız sağ durup sahnimiz teklif qilganda çavak çalmasanlar ko'ngli kelib qoladi. Bugünkidek vaqt çalmagan çavakni qachon chalamiz? Qani 2 minut bizmi kelib baqaylik, sal turib zidim chaladigan bo'lib ketsizlar. Qani 1 2 3 çak. Çelanglar 2 minut degan xeyli vaqtda. Çelanglar. Rahmat, teşekkür mehmonlar. Shunchalik so'yindim.
Ondaq bolsa sal turib ustozlarimiz chiqqan vaqtda cho'qimish chavkalan aymanlar. Yana davomli shami-shada daston bo'laylik. Ondan olsa mehmonlarimiz bugungi mana shu sekri faoliyatining texmi yaxshi bo'lishini umid qilaman. Har yerda aziz bo'laylik. Ondan olsa o'zimning yaxshi ko'rib aytayotgan ustozlarimning yetakchiligida aytib, mana shu kunga ulashgan xalqimiz yaxshi ko'rgan naqshlarimdan tövənlik usulluq naqşam bilan hammalarni bir payda məşrəb oynash təklif etaman. Qani onda olsa bugungi vaqtni g'animat bilib, ustozlarimizni o'ttirib elib, bizniki Sekri şirketining lideri Farida xonimni, chiroyli qadam Nurisa odamni, Mamatjon apay akalarimni, Akbarjonni qatorliq azizlarimizni o'ttirib elib, bir payda məşrəb qilib, kayfiyatni texmi ko'taraylik. Qani sizlar tayyormi? Rahmat, unda bo'lsa usulluq kuylarimiz sizlar uchun. san'at hayatım Nurisa Hadamning naqshlarini aytib, uygunib naqshchi bo'lganman. Herkes bu realligimni herkes unutib qolmayman. Har qanday qadam o'zining aslini unutib qolmayman-ku men Nurisa Hadamning o'rnida men shogird. Qani, mushada naq maydonda mushuni
Ustozimga bir tal gul atib olay. Rahmat bo'lsin. Sizni mangu yaxshi ko'rmahada. Tenolar salomat bo'lsin. Hamkorlarning mangu taobat kuchi bo'lishini umid qilamiz. Ay, bu xo'shallikqa yana bir xo'shallik qo'shib, yana bir ba'da usulliq naqshamni aytay. Sehri azaldan saxtlik ishlatgan emas. Sehri bo'lsa azaldan saxta odamlarni yeniga olmaydi. Shunga bunu deyishimga sabab hech qanday boshqa maqsad yo'q. Suyalmasang, sehrini suyalmasang surkalma deyimizga naqshamlar bo'lsa. Qani jurga bala chiqalaydi. Qani unda bo'lsa sehrimiz bo'lsa bir to'lib kelsa, ustozlarimizlar uslaymak unda qasan emas. Buga o'ynab oldinglar endi qachon fursat tegdi. Unda bo'lsa Mehmetcan abay akam men desam chiqmaydigandek qildi. Acha ikki qiz bir gap aytay. Mehmetcan eg'irroq bola, aşı balını keltirish sal tasroq. Shundami ya qizlar? Chavakinglar ovozinglar bormi? Mehmetcan abay deb chaqiringlar. 1 2 3. Mehmetcan abay mayada ikki qiz gap qilmasangiz bo'lmaydigandek turdi. Mehmetcan bu Mehmetcan abayni bek yaxshi ko'rman. Qanday desanglar, muhabbatlik naqshlari bilan ajoyib yurak tarlarimizni titratganmi, titratmaganmi? Ovozi haqiqiy erkakning o'zimi emasmi? Ashta toza. Qani unda bo'lsa, men ikki kalima bir bijnim qilib beramlar ya, o'zim bijim qilamdan. Asla. Ne deganda bizden Uyg'ur millatiniki avval bir chiqsa erkishlar qiladi. Erkishlar tashabbuskorlik bilan bir qadam oldidan boramiz, shundami? Qurbon Sofkam abay deb qildi. Abay bizden şirket bilan şirket hamkorlashishiniki bir quchoqlashish bo'ldi. Bu gerçi bir quchoqlashgan bilan mehr muhabbat bilan qalb ketayotgan chaqda buningda hech qanday g'araz aralashmaydi. Bir-birimizni vujudimiz bilan qo'g'daymiz. Ticaret bir kun olmaydi. Ticaret avloddan avlod qoldigan narsa. Men ticaretçi, biz ticaretçi men. Hamda bu faqat boshlanish qadamlari 5 yil qo'yibdi. Bulardan qilib, bularning bolalari qilishi mumkin şeyler. Bizda shunday bo'lganda, bundan keyin ashuna bo'ladi. Lekin tijoratinglarning ro'naq tepish uchun uzun musobaqa uchun bir narsa ketadi. Nima bo'lsa, samimiylik. Rahmat. Hamda Qurbonni soniga kelsak, bu ukam shu yangi naqsha qilayotgan chaqda 2005-yilda bizning bir musiqa tartibimiz bor edi. Bu naqshni o'qib turib ketdi. Shuni chaqadim. Mekan ukam sanmadi. Bizning bolalar sizniki hamkorlashinglar. Sizning naqshingiz chap bo'lsin degan yog'sa keyin texmo o'zini naq maydon naqshini ovozini joriy qildirish jihatdan bo'lsin. Bizning musiqa sazanlarimiz qo'shilib ketgan. Rahmat ukam, hamda bundan keyin bir Qurbon Sofkam Qashqa degan. Marakoson. Bundan keyin turmushingizdan texmo ro'naq tepishi, xotirjamlik bir tinch oilangizning bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Ajab, o'sha o'zining ovoziga o'xshash chiroyli gap qildigan bola ekan. Usul o'ynamamsiz? Bir bad usul o'ynaydigansiz. Qanday marhamat, ha? Marhamat. Undan sonra biz öz kasbida cho'lqa bo'lgan Akbarjon bilan Dilyar marhamat. Hammamiz sehrimiz uchun. Qani, yapinglar. Ma abaykam yolg'iz qoldi, o'yda qilmanglar. Unutup ketsem kelmeymen, umak kızmen, azapqa könmeymen. Meni
yaxshi kayfiyatda boshlandi. Hammalarga rahmat, tashakkur. Meni o'quvchim bu. Siz o'zingizning qanday o'quvchi bo'lganligingizni deb bering, ha? Salam aziz qarindoshlar, hammalarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Bugungi Sehri shirkatining fəaliyyət münasibətilə bu yerdə sizlər bilan cəm bolğanımdan intayın xuşalman. Sehri şirketining buningdan keyingi ishlaridan texmi muvaffaqiyat qozonishig'a chin qalbimdan tilakdoshman. Muborak bo'lsin. Nurisa muallim mening sevimli o'qituvchim bo'ldi. 2000 bo'ldi. Tor darsxonasida jiraqdan bir-birimizni ko'rmay turib dars anglagan, mendan dars olgan o'quvchim bo'ldi. Sizni mishada ko'rib shunchalik xush bo'ldim. Salomat bo'ling, oilangizga shodlik tilayman. Umringiz uzun bo'lsin, ota-onangizniki umri texim uzun bo'lsin. Meningmi umrimni qo'shib bersin shu qadrdonlarga. Rahmat. Rahmat, yaxshi kayfiyatda hammalarning jo'r bo'lib berganlarga, ustozlarimizga, cho'lponlarimizga hammalarga rahmat aytaman. Qanamimiz joyimizga borgan musaqanni, yana o'xshashlar Jo'shqin Juma akamizga beraylik. Qanunda bo'lsa, tövandagi yana buningdagi nomerlarimizga bo'z, buningdami yaxshi bir kayfiyatni qo'shgan bo'lsanglar, rahmat. Qashqardagi attirgini chandırgan barcha go'zal qizlarga rahmat aytaman. Tashakkur. Alomat, Qurbanisa. Tanglik qilmaydimi? Shunday kayfiyatni ko'tardingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Qurban asa uchun yana bir qatam olqishimizni bersak, aziz mehmonlarimiz. Bugun biroz sho'xlaymiz, o'ynaymiz. Efendilerimi bakan bo'lmasa, xili xonimlarga topshirib etmayli sahnani. Bo'lmasa men o'zimni ayblab ketaman. Surkalmasakmi, bo'sh kelmayli, ha? Bo'sh kelma Qashqarliq deb naqshlar chiqdi-ku, ha? Şuna beraber oynaylı, yigitlerimizmi çok, az olsak mı saz tetip, muş hanımlar üçün, hanımlarının hürmet üçün. Çünkü bu güzel hanım kızlar, hani şu erkeklerin gözüdün ot çıkırış üçün, erkekler üçün özünün güzelliğini namayan kılış üçün, manımı şundak bir hayatını söylüyordu, kızgınlık veriyordu. Aile kurudu, kelgüsüge ümit bilen şu aileninki yükünü götürüp özününki hoşallığı, kaygısını şu erkek bilen tem ip barıdı. Bu veciden sehri sahnesi de hanım kızlarımız yani şundak mukaddes mesuliyetini yüktürüp etmezsin. Cemiyette, ailede özününki kişiliğini, kıymetini culalandırıp yeni bir baldak hayat yolunu özgertiş için tirişçalıktan gidiyordu da oylayman. Ondan olsa tövende şu yukarı keyfiyatlarımız bilen Nurnisa Abbas Hanım belki çaylarını içip algan buluşu mümkün. Mestanlar bilen yaxşı muңdışıp algan buluşu mümkün. Şu keyfimizge ulap hem de alkışlarımız bilen Nurnisa Hanım'ni sahnemiz teklif etsek, özününki güzel lirikleri bilen yana bir baldak bizge peyzi verse degan ümitimiz. Qanda? Çavak, bu çavak çıkmaydı. Bu çavak çıkmaydı. Mana kumush xonish, kuy xonishi. Bizga oltindek naqshlar bilan keldi qachon. Jo'shqin Jumaning ovoziga ajoyib amroqchimi, erkakdek ovoz bor. Aslan amroqmi? Men vahshiy amroq. Shuning uchun mushu Jo'shqin Jumaga Sehri xalqaro savdo cheklanish shirkatiga vakolatan qizg'in alqishlarimizni bir yangiritib etgan bo'lsak. Rahmat. Rahmat, rahmat. Ko'p mamnun bo'ldim. Rahmat. Unda bo'lsa, menmi bir naqsha aytib baqay, ha? Sehri dedi endi. Bu naqshni aytamiz. Unda olsa vaqtni olmayli. Men mushu Şinjan Sehri xalqaro savdo cheklik shirkatiga atab Sehri nomli bir naqshini o'rinlagandim. Esinglarda bo'lishi mumkin, ha? Men aytib baqmadim, ha?
tekstini ara yatıldım ben. Özüm unutup kaptım aras gapni samaşı loyunpan kırıklım eytip. Andan keyin muşu Faridaninki asaslık turmuşları bayan kılıngan. Şunun için ekranda şunu bosib qo'yib bergan bo'lsa, ulgaygan bo'lsak, shuni qo'yib bersa, qolganlarimiz o'zimizning hissiyotlarimni ifodalasanlar, tans o'yinsanlar bo'ldi. Qanday nima ish qilganlar kelsa bilaverdi. Qani, unda bo'lsa, marhamat. Köp rahmet, teşekkür etimen. Muşu gül tutkan kollarınlardan güller ünsün, baskan kademlerinlardan güller ünsün kıyındaşlarımızla yaxşı görmen. Unda olsa, hazır muşu model mangan kızla bir çıkınla ben bir körey. Kimni? Var mı yok mu? Kırp oldu mu? Unda olsa mında kılayla ya. Bir şoq naqşı etsam, usulma qıldık, naiti peyzi sehrege məxsus atalğan naqşını mı urulduk? Bir şoq naqşan batı islərge şunu soğuqsam bulamdı? Çüş namlıq naqşanda qosa, toxtab duranglar. Qeynemişek bir tızlanglar. Mən müşü modellar bilen bir turay. Bununki rəxtinin naiti yaxşılığı da ben cıbodumu degendim, esingladim barmı ki modelga resimga tushadigan vaqtda aş kiyimning hammasini men uyga akib qapdim. Amaliyotda uni jibokini ishlatadiganligini bilmaydi ekanman-da.
demek buningdan nimani his qilg'ili bo'ladi. Mushu raqning haqiqatan isilligini ifodalagili bo'ldi. Buni maqtash ketmaydi. Mahsulot o'zi so'zlasin deydigan gap bor, qarindoshlarimiz. Unda bo'lsa bir bajaqlar. Chunjanglar. Qayerdan? 谢谢。Rahmat, unda bo'lsa chapa chekdinglar, umma qizlar, ko'pdan ko'p rahmat.
hemen oynadık. Usul yana oynamsızlar. Mışı çoğunlarını bir tatip baksam. Abay men Gülsoğuk kılanmagan bir hadimiz battı. Mışı hadimizni şu jozdikiler bilen hemmanlar mışı oturup bir oynap egen bolsanglar usulni ha. Men bir tep alay ya. Ben şey ya. Çoğunlar için çalak ya. Abay ben gül soğuk bulamadan seni. Qarindaşlarımızga köpten köp rahmet mishada turib tursanlar. Ana lekin mandaqlayli. Hozir men bir ishki musiksiz naqsha aytib bersam, andan keyin pastga tushgandan keyin hammamiz rasm chizishimiz bir vaqtda, birdan emasa, buni ayrim o'rinlashtirimiz bo'lamdi. Qarindaşlarimiz cho'nglarga yo'l berimiz oldi bilan, abay talab qilganlar. Mandaqlayli. Çaypay ve sık qansag'in bizim bormi ya? Mındaqlayli qarindaşlarımız aram bir ko'rishimiz shundaqmi? Şuna sizlar bilan ko'rishganligimdan intayin xursand bo'lib, bir ishki naqshini aytib beray. Qanday naqsh talab qilsanglar aytmajimi? Butun millatning naqshini yana kelib. Nimadan boshlaylik? Xalq naqshidan boshlaylik. Qanday? Yarım kimi can diniyemey, ah diniyemey, ayare.
bir məliyədə çox bolğan can cinimey xinimey moden xan can cinimey xinimey uyunim davmaqe acinim moden xan ay bek peyzajimizlar mushu naqshini men bilan birlikda aytinglar. Yana bir naqshamga ergishalamizlar qani men bir ko'rib baqay ya. If you like my dreams, I see you and feel that's how I know you go far across the distance and spaces between us. You come to show you go near, far, wherever you are. I believe that the heart does go small. You open the door. I'm through here with my heart, and my heart will go on down. Müzik oğamız emmine etip etken bolsam da kitim ende iyi. Çep berem size tijlik ma? Tijdurlu ma? Tijlik. Memi tijlik. Yaxşı müzikançı inimiz ha? Onda olsa qandaqraq naqşanlığınlar var? Yana. Şoq naqşı ma? Şoqqa peyzanlar barma? Müzikler aytamdı qamsa? Ha? Naq meydan çep berem siz kam? Chiqanda chiqmanda. Açaslar mısın? Qani. Mayli, unda o'z taqsularini chelang. Usulga solamiz. Keyin olaymiz. Sal turib chapray, hozir soat bo'lsa yana. Sal turib chapray. Hozir lozimmi ya? Naqmena lozimmi? Taqsular eshikcha qachilang. Sidiyo, siz chamamsiz ya. Ha, bo'lak balla chaladi ekan, tuqqanda havolanlar yaxshimi? Yaxshi dedinglarmi? Ha, bo'ptamiz, maylilar. Şoq naqshi olsa bir naqshi muzika bilan kelayli. Voy voy, nima ko'rsak ko'rib ha? Ay, menda qilamdiq. Men menda o'ylab qoldim, siz meni hozir qo'yib bering ha. Men yaqinda bir naqshi e'lon qilmoqchi. Agar sizlar shipinga olmayman deb va'da bersanglar, va'da bera olamsizlar. Yaqinda taqatmoqchidan boshqa shirkat bilan to'xtamlash bo'lgandan keyin menga udulmushlashiqlar tikit qilmisin deyman-ku. Shunga to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Asar huquqini hurmat qilishinglarni umid qilaman. Sizlarga hammasi keldi. Senlar kelmadan nomli naqshni so'qiman. Yangi ijodiy kuyim. Tang so'yinsanglar bo'ladi, beklerik. Qap-qarang qo'ytinga Mehmetcanni ko'rmay qolsin bizni zodi. Ay Yumurxon kapti, Yumurxon, ey bek yaxshi ko'rma bu qiz tuyuqsizlik chiqib ketdingiz-ku ey siz. Bu kimdan so'rab bunda qildingiz? Nimda tatlı qiz oldu bu qizni hozir shu naqshamni aytib berib, bir bisib turib so'ymasam odig'im chiqmaydi. Mushu Yumurxon umaq singlimizni bir qo'llab qo'yaylik ha. Hammamiz yaxshi ko'ramdik. Sehrinin faoliyati uchun kapti. Men bek yaxshi ko'rma bu qizni buni bir insonga ancha bir qoyil bo'lib ketmaydigan bir ayol men. Chunki bek ilqi o'zimni cho'ng tutganlik emas, qoyil bo'lsam bek muhimchi. Men boshqalarni qoyil qilaman deb tirishayotgan bir san'atkor bo'lish sifatim bilan shunga da'vatman mush singlimni cho'qim bir qo'llanglar, yurkinglarni.
Unda olsa yepyeni ijodiyatim sizlar uchun. Oladigan bo'lsang chachlaringni yudima. Unda olsa apparatlarni to'xtatinglar. Marhamat. Yağmur mu geldi, çihrim sevgili, aptap mı geldi, bana köy gelir. Yağmur mu geldi, çihrim sevgili, aptap mı geldi, bana köy gelir. Hemmesi teyyar, kömür belgeli. Sen la gelmedin, beni körgeli. Hemmesi teyyar, kömür belgeli. Sen la gelmedin, beni körgeli. Yüreğim zarlar, gamda kalmalar. Çaşırım oynar, bir jamalda. Bilmedim eğer, senler yolda. Senla gelmedin, beni körgeli. Bilmedim eğer, senler yolda. Senla gelmedin, beni körgeli. Tenha qadamlar, shunchalik g'arib. Qolaman doim, manzildan ezib. Tuymadimmi yar, qoldiman g'arib. Senla kelmading, meni ko'rgili. Tuymadimmi yar, qoldim men g'arib. Senla kelmading, meni ko'rgili. Taqdirim senla kelmading, meni ko'rgili. Rahmet azizlerim, köpten köp rahmet teşekkür etimiz. Rahmet. Yumurxan Omaq singlim sizni ko'rib oldim ha. Hozir shu bezib turib suydigan tayyorlab qilib turing ha. Rahmat. Jushqun sizni bek saqlatyaptim ha. Yo'q, shunda Ey, o'tiraldim. canım Bugun kardeşim. bir yancham qo'y bo'landiki deb o'ylagandim. Musa xonimning mandaq to'kilib ish bag'rini sehr uchun berishini o'ylamabdi ekanman. Rahmet. Men barcha mehmonlarni, aziz mehmonlarni talmirkaga tushdik. Odiqni chiqadimi ya? Chiqdimi ya? Ya, men Rahmat. chiqmabdi, odiqdek chiqmabdi. Qizg'in olqishayamsan chiqmagan bo'ladi. Adığınlar çıktı mı? Ha bo'ldi, mushunchalik Ko'p lazım. rahmat. Rahmat. Bugun Nurisa xonimning nihoyat echilib, yeyilib, barcha lirik kuylarini biz uchun taqdim etganlarga. Titanik'ninki paraxoturga chiqadi. Qashqarning al nag'mi go'zal xalq ohanglarga allayladi. Jack this a rose deb, ne güzel.
Hoş, naydı güzel keyfiyatlarımız devam kılatıdı. Demek, seherde navaba, sağlamlıkta davaba, güzellikki hemraba. Bugün Sehri ailesi de özünki kıymetini namayan kılatkan güzel hanım kızlar, vakaletçiler acayip çok keyfiyat bilen, kızgınlık bilen iştirak kıtırıptı. Elbette bu aileden su içken, nep ağan vakaletçilerdeki yürek bayanları bizden sehir için eğitim aşı yürek bayanlarımızga hakiki delil buluş mümkün, ispat buluş mümkün. Tövende Mekit'ten gelgen Mehrigül Hanım özünün bir işki kelime yürek sözünü izhar kısam dep nayt intizar olup duruptu. Kene, alkışınız bilen Mehrigül Hanım'ni, yürek bayanlarını izhar kılsak ediniz. Merhamet. Demek seyirde nurgun hikayeler buluş mümkün. Her bir şahsınki özgü xas, mol hissiyatlarga, keçirmişlerge toyungan kıymetli hikayelerini ortaklaşımız. Hoş geldiniz. Mekit'ten hoş geldiniz. Kaçlık musafı var Mekit'li kaçka? 250 kilometre. Ülgürüp geldiniz mi? Ha, Tündük'e geldim. Geçti mi şey buldunuz? Ettigen nakış kılgansız. Ondan kıldınız ha sehride. Ben bulanmaya kaptım ha. Hoş. Onda olsa sizinki sehrideki kıskıgını keçirmişlerinizni, samimi izharlarınızı anlaşka intizarımız. Merhamet. Salam muşu Sehri Topuk'e barlık ezler salam periler deydir. Bizge muşu yaxşı orun hazırlap bergen barlık muşu senet halkı. Men nuvasınlığa menden mehirlik otlık salam. Men muşu Sehri Halkıra Soğul Çekil Şirketi'ninki muşu kırım buyumların tutkul 4 yıl boldu. Muşu 4 yılın aldıda muşu mağama bir vakaletçi, bir naitki vakaletçi minnet muşu sassınız yaxşı iken degen. Lekin men şu çağdımı üzem emdi 20 yıllık kirim çık boğulum bilen. Lekin hakik şenç kılamgan. Onundaki men şu 10 mini ekilip emdi asaslık yakılarımı sattım. Satkandan keyin rahmet. Satkandan keyin bunu xeridalarım yaxtırıp izlep çeydi. Hakikaten yaxşı iken bu terimizni oңşap tüzep muş qoruqlarımızdan tat oңşadı degenlik üçün bu hakikaten yaxşı marka iken bu xalqimizniki bulapmı Şinjanның hava kelmatlığı yaxtı. Bu markani tutsam bulken degen niyette men bu markani tutkandan keyin bu bütün Mekit'ki asaslığı muşu xeridalarım yaxtırıp muş işiltip geldi. Şuna men muşu Sehriden mengü ayrılamaslıkını hem sehrik bolgan hürmetimning cho'nqurligini his qildim. Bundan keyin mush Farida liderga hem mush sehrning barliq mushu yaqtirib ishiltiyotgan xalqimizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ay rahmat. Siz girim qilsizdan ha o'zingiz ha? Girim. Necha yosh keldingiz? So'rashga aytdi endi. 46 yoshdadim. Lekin mushu girim satqili 26 yil oldu. Şunu mende yaş durursunuz bana. Güzel. Rahmet. Latafatınızı göz tegmişsin. Demek özünüz söygen bir kesipte yaxşı bir mesulat bilen cem bulup hanım kızlarımızın güzelliği için hizmet kılıp Perzentleriniz neçe perzent var? 3 perzentim var. Birisi Yeşilöy'ünde okup Çankşay Yekke'de okup hizmet çıkıp oldu. 7 yıl doktorluk, kliniklik davalaşta okuttum. Yani birisi müşü ayal ortak müşü ticaret bile şoğul işleyen asaslı işki balam doktorlukta okuttum. Birisi yana doktorlukta okuttum 2 yıl oldu. Yani bir balamı yan doktorlukta okuş arzusu var. Men müşü ticaret kılış arkalık müşü 20 yıl mabeyinde men müşü emde nimlik kılsam müşü perzentlerimni müşü soğut kılış Purusda arkalık men müşü balalarımni yaxşı terbiyeliginim üçün üzemdim hem müşü asaslığı hem bizni qo'llab quvvatlagan har qaysi shirkatlarninki müşü yaxşı markaları asasida men müşü eglikni tiklep geldim. Heminglar rahmat. Rahmat. Mehrigül Hanım. Köp xursand boldik. Mehrigül Hanımninki qisqacha yürek bayanları sehri bilan uchrashgan daqiqalarini anglash orqali shaxsan nihoyatda qoyil bo'ldim. Öz aile asasını buzmagan, müstehkem kılan asasda perzentlerini yaramlık evlat kılış için er ayal birlikte öz emgigiga, ecirge münasip halda
töhfə yaratıb atqanlığı sehirlikler üçün şeref, şundakla rayonumuz hanım kızlarımız için mi bir şeref de etişki buludu. Yani bir mərtə sehir üçün alkışlarımız olsun. Elbette biz cemiyette yaşayan ekanmiz, bir hayatның nişanı buludu, kımmeti buludu. Nima üçün yaşaş kerakligimizning hammamizning o'zgacha arzu armonlari qo'g'ilish qimmat qarashi buludu. Pul tepish kerak. Navbatda iqtisod cho'ng davrda yashayapmiz. Cho'ng tarixiy o'zgarishni boshdan kechiryapmiz. Buning uchun o'zimizda kuchli bir asos bo'lish kerak. Hayot bizga berilgan bir sovg'a. Bu hayotdan qanday foydalanish, uning qimmatini jilolantirish bizning ilkimizda. Albatta, uni behuda o'tkazmasak, uni arzimas bir hayot ustida o'tkazsak, o'zimiz qilgan bir haqorat bo'ladi. Mana bu vajidan o'zininki ajriga, kasbiga, hunarga loyiq jamiyat qimmat yaratayotgan mana bu shunday xonim qizlarimizni hurmat bilan tilga olgimiz keladi. Yana bir marta Mehrgul xonimga obrin aytaman. Xo'sh, bugun nihoyat chiroyli ta'sirli minutlar bo'lyapti. Unda bo'lsa, tövəndə Yeni shahardan kelgan Aynisagul xonimning yana qanday hikoyalari bor? Birlikte anlap baksak. Qani, merhamet. Hoş geldiniz. Salam şu sihri çoğun ailemizdeki barlıq hemkarlaşıqçılar. Müş sorunumuz kepbergen barlıq. Bizninki aziz xaridalarımız, hem bizning müş sorunumuzga kelgan bizning ataqlıq san'atkorlarimiz, hammalarning hozirgi vaqtinglar intayin xayrlik bo'lsin. Men Şinjan Sihri Xalqaro So'chak shirkatininki sog'lomlik ham go'zallik elchisi Aynisagul bo'laman. Bugun şu sihri cho'ng oilasiga chiqib, müş sahnaga chiqqanligimdan intayin xursand bo'ldim. Menga shunday sahnaga chiqish fursatini yaratib bergan bizning eng qaltis yo'lboshchimiz Şinjan Sihri Xalqaro So'chak shirkatining qurg'uvchisi Farida xonimga chin ko'nglimdan rahmatimni, minnatdorligimni bildiraman. Rahmat. Mübarek olsun, rahmet, rahmet. Eğer bizdek müş ayollarga müşundaq çıkış yolunu yaratib bermegen bolsa, müşundaq isil bu. Rahmet. Rahmet. Müşundaq isil bolgan xanım qızlarga güzellik hem sağlamlıqdan ibaret müşundaq bir isil bolgan markini bizge işlep çıqırıp nurgun japalarni çekip bizge müşundaq şaroit yaratib bermegen bolsa, bizdek müşundaq aile ayolları bolsun, meyli Dükkandarlar olsun, müşundaq bir muvaffaqiyatlarni qozonmaydik. Rahmat. Rahmat, men qo'llagan barliq hamkorlash uchun rahmat. Müşundaq bir fursatni yaratib bermagan bo'lsa, biz o'zimizningki oiladagi bir kishilik o'rnimiz bo'lsin, yoki qadr-qimmatimiz bo'lsin, mush oilada farzandlarimizni yaxshi tarbiyalash, o'qitish bo'lsin, müşundaq sharoitlarga ega bo'lolmaydik deb o'ylayman. Shunga men Farida xonimga davomliq minnatdorligimni bildiraman. Ham shundaqla menga ergishib, menga ishinib, mushu Qashqar diyoriga kelgan meningki 30 dan ortiq vakolatchilarimga chin ko'nglimdan rahmatimni, minnatdorligimni bildirmoqchi. Hammanglarga rahmat. Sizlar qo'llamagan bo'lsanglar, men mush sahnaga chiqolmasligim mumkin-di. Men mushdaq sihridek, mushdaq bir qaltis şirketga ergashganligimdan, muyda qaltis bir qo'shinga ergashganligimdan intayin minnatdorman. Men cho'qim mush sihri shirkatining gullab yashnashini chin ko'nglimdan umid qilmayman. Shundaqla mush sog'lomlikni ham go'zallikni barliq xonim qizlarga yetkazish uchun butun kuchim bilan tirishman. Hayotimni taxmbak o'zgartirib mush shirkatning eng cho'ng paychiga aylanish uchun tirishman. Rahmat. Oy, rahmat. Hayotingizga obrin. Demak, zor burilish yasayman deyapsiz, ha? Hozir necha % o'zgarish yasadingiz? Hozir men 2 yil bo'ldi. Shirkatning oltin zanjir mukofoti, oltin uzuk mukofoti, mashina mukofoti, ham sayohat mukofotiga erishdim. Endi uy mukofoti erishishni o'ylashyapman bundan keyin. Yeni nima kam sizda? Menda bu odamning bu orzusi o'ksib o'tmaydi menimcha. Mening orzuyim şu sihri shirkatlar birlikda tirishib, qo'lni qo'lga tutib, eng cho'ng paychiga aylanib, birlikda taraqqiy qilish orzuyim bor.
Aileniz var, ha? Ailem var. Balı neçe? 3. Sizde mi 3? Mübarek olsun. Oy, nahayet tövfikar analar yığılıptı cuma. Alkışlar olsun, alkışlar olsun. Demek bir ailenin yükünü mana devir yaratgan manımız kattı fırsattan faydalanıp, jangovarlık bilen atlanıp, toğru yol bilen, özününki söygen kesbi arkalık julalandırış her bir şahsınki qoğuluşluğan güzel arzusu buluş mümkün. Hazır aylık kiriminiz neçe dep yetişki buldu? Aylık kirimim gayi 100 manlık soğuduqlımı ayda gayi 50 manlık qarayı yok minanki arzuyum. Bunun qanaat qanmasdan taxım bektirişip şu perzentlerimni iki balam ali mektepte qo'ydi. Birisi yeshayanda qo'ydi, yana birisi tulg'a o'tirdi qo'ydi mush balarimni. Yaxshi xizmatlar. Sog'lomlik kasbi bo'lgankin hammanglar yeshiyo kasbida o'qitibsizlar-da. İzbasarlarni texmi biz uchun qon to'liq bo'lsin degan orzu bilan yaxshi yo'llarga yetaklabsizlar. Muborak bo'lsin. Ishonamanki, cho'qim avlodlar bizlardimi katta pallalarga o'tishidi. Ularning istiqboli texmi parlaq bo'lg'isi. Rahmat Ayimsagul. Rahmat. Sizningki texmi yaxshi taraqqiyotlarga, yaxshi natijaga erishishingizga chin ko'nglimdan tilaklashaman. Rahmat. Cho'qim yaxshi natijani qo'lga keltirman. Uning ishini turibmiz. Bugun mush sahnada dangliq men televizorlarda ko'rgan dangliq bizningki cho'lpanlarimiz bilan yuz ko'rishganligimdan hamda sizlar mushtaq yuz tirani yuz ko'rishganligimdan intayin xursand bo'ldim. Men ham shu. Rahmat. Sizlardek mundaq ilg'or onalar bilan ham suhbat bo'lish men uchun bir xo'shallik ish. Rahmat, rahmat. Endi bir savdo qilish, tijorat qilishda hammamizda tub bir maqsad bo'ladi. Balkim pul tepish, boya pul topmoq lozim dedim. Pul tepish eng dastlabki ehtiyoj bo'lishi mumkin. Pul topgandan keyin bizning yana qo'g'ilishadigan nurg'un armonlarimiz bo'ladi. Cho'qim oila jamiyatning bir hujayrasi bo'lish sifatida oilaning mustahkamligini qo'g'digan asosda farzandlarga ega bo'lish, uni yaramliq jamiyatga uzatish har bir ota-onaning ailenin mas'uliyatini olgan, onun borcini o'z zimmasiga olgan ota-onaninki muqaddas borchi va qo'g'ilishliga arzusi. Mana shu vajidan rayonimizningki nihoyatda madaniyati mo'l, nupus ko'p bo'lgan Qashqar diyorida mana shundaq turkumlagan onalarning sehrdan iborat bu bir aktiv sahnada o'zining qimmatini jalolandirishi hammamizni so'yindirib turdi. 5 yillik musofada mana shundaq turkumlagan onalar yetib chiqibdi. İşinimizki bunundaki musafede Aylin Saygülge Hanım'a o'xshash yani nurg'unliga onalar texi aile kurmagan kızlarımız hem jangovarlik bilan o'z kelgusiga texmi puxta asos solgan holda oilaga bo'lgan qizg'inligi bilan sehr oilasida texmi javlon qilgusi. Rahmat. Rahmat. Endi bu ailede ayollar emas, qizlar emas, erlarmi o'zining qimmatini jalolandırishga haqli. Tövende Yekendin Abdüsemi Efendi'ni muş hanım kızlarınki Gültacı süftüde üzününki bir yürek sözlerini bayan kılıç teklif etimiz. Kene merhamet. Kene alkışlarımız olsun. Oy çıkıp oldunuz mu? Rahmet. Hoş geldiniz. Sehredi mi özünüz? Neçe uzun oldu? 6 ay oldu. Nemiş kılıvattınız? Nemiş kılıvattınız sehrede? Mal seyretvattınız. Kandarak satın gelmez mi? Ben ügensem bolu demişim mal seyretişine. Mal seyret yaxşı ki. Yaxşı mı ki? Hanım kızlarga bek seyretip varsız mı deyim ha? Hanım satkandan oğullar sas bekrek alan iki deyim ben kız. Hanım kızlar ha? Bire taktiklerden söz yapayım ha bugün bugün. Yaxşı mısınlar ustazlar? Müşerik kalkancı dostlar. Ben şu ayfırıga tizimlangan başlap özümden yaxşı cari kıldurup şunda yaxşı gitip baraman. Gel. Bu meselelerden pazarlık meselesi buluşuna çin köngümden ümit kılman. Bu meselelerde ben ekber dostum arkalık tanıgandan keyin bu meselelerden hakikaten bu meselelerden hakikaten pazarlık meselesi ekanligini bilgandan keyin bu meselelere ya kendim baş vakaletçi oldum. Onundan sırat yani benim keynimde benden kapkasa çoğun iki vakaletçim var. Bizden keynimizge aldı keyni bulup 80 adam tizlik oldu. Muş münasebette benim muşu sekreterliktige
kirib hozir qadar tıxımı pul tepib, tıxımı ro'naq tepib, tang qo'l tutib mangishni arzu qilaman. Ham fursat kutib turayotgan do'stlarning tıxımı bu fursatni kutib emas, sizdan harakat qilib shu o'zining bir kichik yüz abro'ni tiklayman desa bu shirkatga kirsa haqiqatan mas'uliyat haqiqatan yaxshi. Bu mas'uliyatni men ishlatib o'z do'konimdagi har qaysi do'konlarga taqib mas'uliyatning haqiqiy bozorlik mas'uliyat ekanligini bilgandan keyin o'zim haqiqiy Akbar og'inimni istab men o'zim deyli bo'ldim. Rahmat. Akbar efendilik elinib o'tadi. Demak bu sehrida güzel hanımlar, kelishgan yigitlar, efendilar jam bo'libdi. Mening bilishimda hozir sehrida erlar choy yuyish, bir yurish buyumlarmi bor, Sakallarga yaxshi yarışadigan, chochlarga yarışadigan kelishgan yigitlarimizga apirin. Demak, tijoratninki o'zimizning ajrdan qilayotgan emgakning hech bir xijalati yo'q. Saxta qiyofat, saxt so'zninki inovativ bo'lishini atayin. Uning xijalati bo'ladi. Shunga sehrida rost so'zlik avjasun, samimiy niyat yıldızdasun, Abdüsamiga o'xshash yosh qirollarimizniki sehridan iborat bu sahnada texmi javlon qilib, kishilik qiymatini namoyon qilib, bir oilaninki o'lini hozirligidek, bir oilaga mas'ul bo'lgudek kuchga ega bo'lishini, shundaqla oila bo'lgandan keyin uning yukini zo'r mas'uliyat bilan zimmasiga oladigan qudratga ega bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Lekin bu mas'uliyatga haqiqatan deyli bo'laman deb ko'rgan do'stlarning kirsanglar haqiqatan har qanday jihatda sizlarning umidinglarni yetib qo'ymaydigan mas'uliyat ekanligini o'zim his qilib yetgandan keyin sizlar chin ko'nglimda gap so'zni davatman. Qolgani ham o'zinglarning o'y fikri. Bu yerda dabdaba yo'q-da, eng katta gapmi shu. Chin yurakdan chiqqan so'z qalblarga boradi. Ishimiz sehrida balkim erkaklar qo'shilimi, bundan keyin zo'r suratda ko'payishi mumkin. Rahmat Abdusami, rahmat. Rahmat, nayt yaxshi samimiy paranglarga ishtirok qildik. Bugun sehrininki 5 yillik munosabati bilan koni iste'molchilarga minnatdorlik bildirish, 5 yillik kunga tantana qilish munosabati bilan chiroyli jamba bo'ldiryapmiz. Balkim xonim qizlarimiz erib qolmagandi, yaxshi kayfiyatlarda o'tiryapmiz. Unda bo'lsa, sehrida yana bir julanayotgan sehrning bosh hamkorlashuvchisi o'zininki chiniqish sohasidagi samarlik natijalari bilan yoshlarning orasida belgilik nupuz tiklab, shundaqla chiroyli qomati, kelishgan qiyofatlari bilan rolini santidimi, o'zining talantini namoyon qilayotgan qadrli inimiz Akbar apandimi bugun marikimizda bor. Unda bo'lsa, olqishimiz bilan Akbar apandini so'z taklif etamiz. Marhamat. Akbar Moskul. Yakın yankı Akbar Koza. Salam, bugünkü bizniki sehri çoğun ailesinden katı faaliyeti qadam təşrif qılan, uruq tuqqan, dost, yaran, el-ağine, buraderler, vakaletçiler, bir-birden söyümlük, ıllık, mehirlik, gülçiray, hanım kızlar, berdam, yigitler, hemenlarning muşu vaqt emas, her vaqtda, her dem hayırlık bo'lsin için ko'nglimda umid qilaman. Bizniki bugünkü bu faaliyetimizga biz bir oy bo'lgan tayyorlik qilayotganchu. Shu Qashqarga kelganim bir oycha bo'lib qolibdi. Shunga nihoyatda tasda, lekin shundoq ko'nglimizgidek ro'yobga chiqdi deb o'yladim men shu o'ltirib ko'rib abayqi qaynam tashqilliqni, shundoq bir go'zal melodiya, simfoniyalarni anglab turibdim. Haqiqatan sizlarning ko'ngilinglardagidek bo'ldimi? Ovoz chiqmaydi-ku, abay, lag'man jamindan chiqmasmi? Ko'ngilinglardagidek bo'ldimi? Bir 100 numaralık çavatlarını vurup, alkan tekkende kan tomar aylanish nihoyat tez bo'ldi. Revmatizm, sekte bo'lmaysizlar. Cho'ch bir çavat chep yiqqanlar, men anglab qo'yay. Rahmat. Voy rahmat. Ma gullarni qani rahmat sinamay qoldim. Voy rahmat, mushu menga bergan bir gullar ming bo'libsizlar, qaysin.
Şuna nait coşkun o'ltirayli. Hamda men terner bo'lgandan keyin men yerda mollaq etib yer beg'irlig'i bo'lmaydi-ku. Şuna da ishqa men shu o'zim yaxshi ko'radigan bir ustoz san'atkor bor. Burundan men o'zim naqshlarini yaxshi ko'rib, yoqtirib anglaydigan chu bola. Hamda bu gulbaq qilib etmaylimi yani? Baribir Tusunjon bilan Shirali qoladi bu narsalar-chu. Shu o'zim yaxshi ko'radigan shunday bir ustoz san'atkor bor. O'zim izchil naqshlarini yaxshi ko'rib anglayman. Şuna shu sahnaga bo'lsa shu ustozmi borga sahnaga taklif qilib achqib bo'lsa o'zi bilan bir naqsini bir tan aytqin bor. Qana qaraysizlar? Qana qaraysizlar? Ekberning manda talantimi bor? Mani demak qaptimi? Biladi shu bak hammaga birga qodir ko'pga mayr bo'lib ketbardi. Ekber shu bayatın biz nait alqishlarimiz taklif etgan Mehmetcan Abayning naqshlari qalbimizga o'rnagan. Qaysi aytayotgandi deb qoladi adam. Bugun bir bahslashmoqchi-ku, musobaqa. Ustozga musobaqa jang e'lon qilyapti. Ustozga hamda jang e'lon qilib bo'lmaydi, lekin hamda bir sahnada turib yanma-yan naqsh aytishmi bir biz uchun bir o'zdiruvchi. Chunki har qanday bir inson hayotida o'zi yaxshi ko'rgan bir insonlari, shunday bir sevimli kishilari va yoki bir ma'lum shay'ilari, narsalar bo'ladi-ku. Shu yenida bo'lgan vaqtida uni aytib suyunadi. Shunga men shunday bir sevimli ustoz san'atkor bilan bir sahnada turib bir naqsh aytish bu men uchun bir katta bir mukofot xuddi bizga 1 millionlik vakolatchi 350 minglik qalanda so'q qilgandek ish-ku bu. Şuna şu sevimli san'atkor ustoz yani Muhammadjon Abay akamizni qizg'in chavaklar bilan bir taklif qilsak. Marhamat. Xo'sh kishlik, Muhammadjon Ekber. Sahnada alqishimiz bo'lsin. Abay hammamiz gapni qilyapmiz, Onun gapi, bunun gapi bo'ladi. Faqat mishat Jo'shqinning gapi bo'lmadi. Nima uchun? To'xtamay vichirlayapman. Bu bizning pardikaynimizdagi qahramonimiz. Bizning mujna faoliyatimizning bunda bo'lishiga asosiy sababkor bo'ldig'ini, ratlaydig'ini, kim chiqib kim tushadigandan tortib, meni bu apandan o'rlashtirdi. Hatto yarim soat kechikib qopti Abay, nayta bir sahna to'g'riliq bir ishga gap qildi. Anlab men nayta Məsəl beparvochi ishlagan, cho'qim birin bo'lib deb qo'yib ketdimi? Bu unimda anda qilsa qolmaydi, cho'qim joyida qilmasa qolmaydi. Me'morlarimiz kelib qopti, xizmatida bo'lmasa qolmaydi dedi. Nayta suyundim. Rahmat. Bugun go'zal naqshlar bilan kechirib yutadigo, balla yutadigo deb men nayta attabdak chiqaverdim. Chunki sehrning faoliyati emasmi? Sehrdagi xonim qizlarning hurmati, sehrniki 5 yillik hurmati. To'g'ri. Qanaqa Mehmetjon? To'g'ri. Anda olsa bizning Jo'shqin apandim uchun bir nadi chavaklarimizni chilib, mo'shinda sorunimizning yaxshi bo'lishi uchun, tartibli bo'lishi uchun, ratli bo'lishi uchun asoslangan ustoz, Rahmat. Rahmat. Ko'p rahmat. Qani Ekber apandim. Taklif qilib mukol egansizlar, qo'rqmay, endi akkordni siz chiqaramsiz ya? Endi ustozlar so'zlayotganda biz yanda quloq solib anglashim bir hurmatda. Shunga qarsam kostyumimlarni yarışib ketibdi, bir to'ka endi his qilyapman. Ma bir taqdir Men bir necha kun bo'ldi, 8-10 kun bo'ldi, ep qo'yapti ekan, kiymay. Bugun kiyay desam, Jo'shqin apandi bilan o'xshash bo'lib qolibdi. Balkim niyatlarimiz o'xshash bo'lishi mumkin. Shu. Bir yo'lliq kostyum optika Mehmetjon deb, kiyolmay o'tirdi deb, bugun atay mashinaman uchirib kelgan. Bugun bir kayso buni deb. Xo'p, yarishibdi bugun. Rahmat. Ikkimiz esa xo'pdi-ku, Ekber nima qistirilib olgandi deb. Yo'q, chaqchaq, Qushqash bo'lsin, qassob so'ysin, Ekberning rasman bir necha qatim angladim. Mush Mehmetjonning naqshlarini nayt o'zi hurmat qilg'achqa, ixlos qilg'achqa, ayni degidek urullab biz Mehmetjon bo'lib oladi-ku. Qizlarning ko'nglini o'ylab. Xo'sh, bugun sehrliklarning ko'nglini o'ylaymiz, Ular uchun shodlik ato qilish burchimiz bor bugun, Bo'ldi. Unda bo'lsa. Anda olsa, mushu naqshininki boshlanish. Qanday naqshdan boshlanish birinchi misrasi bo'ldi, shundaymi? Shu birinchi misrasini boshlashimizni bizdan ham inim, ham shogirdimiz, ham mushu naqshini yaxshi ko'rib o'qiyotdi.
Ekbercan başlap dese, ben kendin ergişip mağfiray. Kada? Rahmat. Mağfiray kattı bir hürmet vakit ya. Ustaz başlaydıgan bana. Rahmat. Onda bolsa, mening ishonsanlar naqshini hozir tunji qatim o'rilishim bo'ldi, mana bu sahnada. Shunga yoqtirib anglashinglarni. Shuning bilan birga men ovozlarni necha kun bo'ldi darsni men jiq o'tib gallar bitib ketibdi. Shunda men Mehmet akamning titraydigan yeri yaxshiroq tushudimdi, mush bitgan yeri ovozninki. Ya baladan ishkini chiqmasin titratidim ishada. Titramasam siz silkib pasdingiz bo'ldi. Shunga bir o'zida ketaylik unda bo'lsa, yoqtirib anglag'aysizlar. Anda manda bo'lib qolsa, endi mukammal narsa bo'lmaydi emasmi dunyoda, juma? Bo'ldi hamsa, boshlab ketdik. Mahkem kucağıla Sen hakkına red kılsam seni Qasam qılğan edim uyğla Rahmat. Hoşçal edi resmi günüme Uymaz edi qarab gözüme Lezzet edi her bir tüneme Doymaz edi qarab gözüme Şirin edi kalgan sözüme Doymaz edi qarab gözüme Rahmat. Hamdulillah rahmat. Gözlerimle mum bok kestim hamdulillah. Sizniki içken qasam dötkünlük medi söyüşlerim bir türlü gülmedi İçken qasam 4 günlük gümmede Suyuşlarım bir türlü gümmede Şirin sözüm Gülmede Kömlünge qas Gülgen nedir Şirin sözüm Gülgenmeden Kömlünge qas Gülgenmeden Saq yürekke otlarını selam Suğa saldım otlardan ele Yürekke otlarını sebep Söymesem o sola söylerim Sen söygümde ordu Setke yetti ey kasam xorya Sen söygümde ordu Maqsadga yetdi ey qasam xorya Sen söygümde ordu Maqsadga yetdi ey qasam xorya Ey qasam xorya Ey qasam xorya Ey qasam xorya Rahmat. Ustaz qanday? Yaxshi.
Hem de bir adamdan bir adam 100% buluşu o tersi iş. Şunda mı? 50-70%'dan orası ömleşkenin özü mü? Na çoğun netice oldu. Bundaki barabar ayak şu gidi de işte. Ketip berip deyişi alamiz. Bo'ladi. Rahmat. Rahmat. Ana axir deydiganim shu Söyümlik akamizningki ishlari yaxshi bo'lsin. Shu san'at beg'ida albatta biz to'liq uchirtanmaymiz. Xuddi bir top atirgullarning orasidan bir atal qizil gul, oq gullarni uchratgandek ancha-muncha sahnalarni ko'rib qolamiz yo'q. Bakam didor lekin tuyuqsiz chiqadi, olamcha xush qiladi bizni. Lekin ovozi haqiqatan ko'z tegmasin. Nihoyat mungluq. Shaxsan o'zim nihoyat yaxshi ko'raman. Xuddi bulbulning ovoziga Nurnizo Abbos odamning ovozini o'xshatsam, qog'isini desam hargiz bo'lmaydi. Lekin Çaybayning ovozidan rostda o'ziga tushliq bir xosligi bormi yo'qmi? Ana shunday. Undaq bo'lsa, qushqash bo'lsin qassob so'ytin qog'inni endi ketib berib deyishib oldi. O'zimiz yaxshi ko'radigan 2005-yillar yurak tarimizni chekkan muhabbat temislik bir naqshlar bo'ladigan. Esinglar bormi yo'qmi? Bormi yo'q? Ana shu naqshni o'zi bir o'rindab bersa, biz bir kuyga kuy qetib, bo'z chavotlar haqsizchu, xuddi jibo qilsa, diyansan fashion qiladi-ku Yumurxona. Yumurxon bormi yo'qmi? Shunda bir o'rindab kelsak. Qani, marhamat. Öz rayımdalar köy soğuk dil rayımı bilar seni söyler üzmeydim bilar herkese rahmet olmasın bu mecbur bilar seni söyler üzmeydim bilar herkese olmasın bu mecbur bilar muhabbet dolamaz her yana coşkulu muhabbet bal emez yolda aşk ole bu yavrum uyunamaz hedef koybole muhabbet Malamaz ulgasat kule Dileğin şu bulsan Yaşılığın ütme son Kardını bilen Koymağın bir ömür bu armanı bilen Dileymen yaşaşını yaxşı yar bilen Sümüdün soğulağın yaman sözlerdi Soğulağın bekliye yaman közlerdi Yiraqlar
suiqaslikka yotdi nazarlarida tilayman o'tishni vafodor bilan sevgim bo'lsin o'z royim bilan dilim kuysin dil royim bilan seni söyan hizmetim bilan hergiz bulmasın bu mecbur bilan seni söyan hizmetim bilan bu mecbur bilan rahmat Abay Nurnisa xonim bir yangi naqshidan birini o'qidi nihoyatda ahonjat har jihatda bo'lsin endi men shu 2015-yili bizning muzika tartibimizniki bir elektro realchisi bir necha kun bo'ldi biz bu naqshini o'qiyotgili kutaman degan naqshini azizlarning huzuriga sunsak bizning Sami ustam chaladi bu muzikani hozir qog'iniga bizning muzikantimiz Sami uchun bir chavak chaladi biz anglayotgan naqshini vujudga rioya qilishga usta mana shu rahmat Abay meşhurda bir söz oldu. Analar to'g'riliq. Analar to'g'riliq. Chunki bizning tijoratchimiz ko'pinchisi ona ekan. Shuning bilan men bir kuplet she'r yozdim. Mening bir onam bor uyda qolgan, ha. Shuning bilan bu onam 83 yoshga kirdi. Hozir shu onalarning hurmatiga, onalarning seg'inishlarimizga 20 kunda ishib ketibdi mening borlig'ida. Bir kuplet she'r o'qib beraman. Tang huzurni. Ana men sizga qachon qonaman. Ana mehr muhabbatingizga qonmayli o'taman. İnsaniyat muhabbati onadan taralgan. Şoňuz tatlyksiz ana navat hem qandim. Rahmat. Hammamizning onlar salomat bo'lsin. Tenlari salomat bo'lsin. Ishlari qilayotgan ishlarda o'ditgarcha oddiygina bir tamoq etgan bilan shu tamoqlar barakatli bo'lsin. Rahmat. Hemra bulğun yarmana özüm kütüme Sevindim şirin sözlerini kütüme Hemra bulğun yarmana özüm kütüme Sevindim şirin sözlerini kütüme Yüreğimin ala feryat kılar senin veslinge Yalğuzluktan öler buldum düme Yüreğimin ala
feryat kılar senin veslinge yolguzluktan döner buldum döner. Sana bağlanğan muhabbet təqdirimdir. Muhabbetdən ötməkdir mən qalandır gibi. Aşığının söygüsü baktor şiirini gibi. Muhabbetdən ötməkdir mən qalandır gibi. Aşığının söygüsü baktor şiirini gibi. Leyli gibi Zöhra gibi. Rahmet, rahmet. Hem tüllerimiz Tüp tanışaktın üstü yıpık öylerimiz Bilem ötken küllerimiz hem tüllerimiz Tüp tanışaktın üstü yıpık öylerimiz Buradan bir çene çay içkenimi Çürüde tutlap etken oylar rahatımı Buradan al bir çene çay içkenimi Çürüde tutlap etken oylar rahatımı Bağım Zeynep yok kalk oldum Hikayedek aşığı yok meşk oldum Bağım Zeynep yok kalk oldum Hikayedek aşığı yok meşk oldum Sadık özün muhabbetke can birme Vadimizge vadi qo'shdim yor seni kutuna Sadık özün muhabbetke can birme Vadimizge vadi qo'shdim yor seni kutuna Canı seni kütümen, gülüm seni kütümen Üzün ketip vədən qalğan yollarım ucu Tez keli yayrım bu məni üçün tartqılı Üzün ketib vədən qalğan yollarım ucu Tez keli yayrım bu məni üçün tartqılı Muhabbetinin petlerden azat eyle Azlı kaldı bu canlarım üzün geldi göre
muhabbetten dertlerden azat eyle. Azlı kaldı bu canların zülkâlı göre. Derdimge yeter, halimge yeter. Seni görgen gözlerimden baxtlikman. Sen men üçün can versen hem bilmem. Seni görgen gözlerimden baxtlikman. Sen men üçün can versen hem bilmem. Yığılar yürek yalğızlıktan keçilerim gırır. Köp yığılatma tahirini tez gel güzel. Yığılar yürek yalğızlıktan keçilerim gırır. Köp yığılatma gıribini tez gel güzel. Yığılar yürek yalğızlıktan tüllerim gırır. Köp yığılatma tahirini tez gel güzel. Bu dünyarım sen bilen güzel. Bu hayatım sen bilen güzel. Rahmat. Rahmat. Sami canıma rahmat. Rahmat. Üzgü kuylarga jo'rab ketdik-a. Shunda bir qalblarga bağlan bo'lish mumkin. Dunyoda endi ona sevgisidan ulug' sevgi bo'lmamiz kerak. Tilaklarimizga shu mehribon onalarimiz aman bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu hayotdan xulosa berayotgan kunlarga hamroh bo'laylik. Ularning bir dilkash armonlariga quloq solaylik. Rahmat Mehmetcan'ninki liriklik kuylarga yana bir qatim olqishlarimiz bilan javob beramiz. Rahmat. Bugün nəhayət chiroyli Sehri Xalqaro Soluş şirkətininki minnətdarlıq bildiriş, türk tonuşturuş yığınlarında buluyatımız. Məşku yuqori keyfiyyatdan, məşku təsirlik minutlardan ilhamlanıb, bugün G'ulji diyardan kelgan şirkətə yeni həmkarlaşqıcı bulub, qo'l bergan Güzel Hanım, Gülnar Hanım bilen Feride Hanım'ınki hemkarlık imzalaş murasimisi bulmakçımız. Ken onda olsa sahnimizge Feride Hanım bilen Gülnar Hanım'ı teklif edimiz. Merhamet. Yani Gülnar Hanım 1 milyonluk ali hemkarlaşıcılık salaydı bilen Sehri şirketi bilen toktam imzalamakçı. Kene alkışlarımız olsun. Merhamet. Xuşallıqlar bo'layotidu. Xuşalliq ustiga xuşalliqlar kelyapti. G'uljidan shu bizning sehriy markamizning nomini anglab, bizning shirkatimizga ishonib, ataytini qadam tashrif qilib, G'uljininki eng cho'ng hamkorlashuvchiligini men alayda qadam tashrif qilibsiz. Chin yuragimdan xush bo'ldim. Ishonamanki, men sizni hargizni ziyon tatqizmayman. Bizning sehriyliklarga ergashganlar hargizni ziyon tatmaydi. Undan qolsa, shu to'xtamni imzolashga şirketimizden çoğun hamkorlashuvchisi mening suyimli odam Nurnisa Adamni seni teklif etib olsak.
Qo'shqarda ya. Mana qo'shqishalliqsiga qo'shqishalliqlar bo'linadi. Bizning Qashqar shahrininki cho'ng hamkorlashuvchisi bo'lib, bizning suyimlik, go'zal Aynur qiz Qashqar shahrining eng cho'ng hamkorlashuvchisi bo'lib shirkatga paychek bo'lib kirmoqchi. Qizg'in qarshilamdik. Sehriga mana shunday qobil, bilimlik, yosh, jo'shqin, jur'atli kishilar lozim. Yana bugun hamkorlashuvchisi bor. Biz bilan birlikda ilgirligimiz bor. Sehriy qo'shinimizga, qo'shilg'is bor suyimliklarning yana shu sahnimizga qadam tekshirib qilishini umid qilman. Undan qo'sa Aynur xonimmi 1 millionlik biz bilan hamkorlash to'xtamini imzolaydi. Undan qo'sa yurak so'zlaringlarni bir anglab baqqan bo'lsam. Men G'ulji diyardan kelgan günlar bo'laman. Men Sehriy oilasiga a'zo bo'lish qaror geldim. Şunun bilan birlikte 14 yıl jarayonida men bilan ham qadamda bo'lib kelayotgan yo'ldoshim Absalamni mo sahnaga birga turib berishga taklif qilaman. Vallahi herib qaldinglarmi? Sehriy ashundaq ojizmi? Qo'linglarda telefon borligini bilmay, ikki qo'linglar bekor emas, bir qo'linglarda mana qilolmagan ekan. G'uljidan kelyotdi. Qashqar xalqi mehmon do'st deb o'ylayman. Rahmat. Keling Absalam enim, ikkimiz bir ko'rishib o'taylik. Shundaymi, ha? Rahmat, qani. Endi kelganda bo'pti, hammanglarning ishi barakatli bo'lsin. Yaxshi o'rlashtirishlarni qilsizlar. Sizlarning bir mashtaq yig'ilishga, bir chaqirilishga bir fursat bersanglar, qag'inni Nurisadimdan, Faridamdan bir anglaylik. Qanday? Ha, mana G'uljig'imni chaqirdigan bo'ldi. Nima degan esil. G'uljida bir sehriy faoliyat qildiganmizda, qilmasak bo'lmaydi. Gap yo'q. G'uljining yigitlarimiz shunaq maydasiga urib turdi, shunga ayollarimiz shunaq go'zal, chiroyli turdi singlim. Sizlar bilan biz azaldan bilishmaymiz, lekin yuragimiz bir, qalbimiz bir o'stangning suvlarini ichgan sizlarning shu sehriy oilasiga jam bo'lganligidan qizg'in qarshilamayman. Jab bir ma'lumotlar deb ketdim, qaytadan deytaya. Sizlarning sehriy xalqaro savdo cheklash shirkatiga hamkorlashganinglarni qizg'in qarshi olaman. Rahmat sizlarga, ko'p rahmat. Aynur qiz shu baqinim keppasingiz bo'ldi. Aynur keling. Aynur ko'dinglar o'zi boshqa markalarni setib, million qimmat yaratayotgan suyimlik bosh yetakchi. Endi bizning shirkatimizga ishonib, biz bilan eng cho'ng paychek bo'lib kirmoqchi. Shunga chin yuragimdan mana shunday yosh jo'shqin bizga turib bo'lib beralaydigan, bizlarni qo'llab beralaydigan, biz bozorlaringlarni ichib bersak, biz bilan tang moslashib, sehriyni taraqqiy qilg'izolaydigan mana shunday suyimliklarga muhtojmiz. Undan qo'sa naq maydonda to'xtam imzolash murosimi o'tkazamiz. Shu to'xtamlarni bir saniga ichib bergan bo'lsanglar, rahmat. Undan qo'sa shu qizg'in chavaklaringlar o'zilib qolmasin, jo'shqin muzikalar o'zilib qolmasin.
bo'lsa qizg'in alqishlarimiz bilan Muhammadjon Abay efendimni sahnamizga taklif etamiz. Chavaklarlar, telefonni yanchiq sap qo'yib turinglar-chi. Mushu tantanini texmi yuqori pallaga ko'tarish uchun bir to'rt kesimizga deyman. Qani bizning Jushqun Juma qani. Jushqun Juma. Aqsti, mushu balık. To'xtab turinglar, bir tomoq yemadi, og'ziga bir narsa solmadi. Riyosatchilar mushu sahnada bog'u deyman. Bir chavakanglar bormi, yo'qmi? Sizlardan ishni talab qildik, Rahmat. Nihoyatda chiroyli hamkorlik usuli bo'ldik, ishimizga mana shunday bir ishonch bilan, muhabbat bilan qo'l tutishgan bu hamkorchilarningki uzoq muddat, yiroq manzillargacha ot selishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Yana bir marta hamkorligiga muborak aytamiz. Unda olsa, mushu qutlug' minutlarning xotirasi uchun güzel harvalarımızda, şampanlarımız laqqida, güzel tortlarımız Hünerben ustanın qo'lida chiroyli tayyor bo'libdi. Unda olsa, aziz mehmonlarninki ishtirok qilishi bilan, ijro qilishi bilan tövende bir şampan murosimi taklif etaman, Qani. Marhamat. Jushqun musiqalarimiz uzilmasin. Her qanday bir xayrlik minutninki tantanisini, jilvisini qilmoq lozim. Bugün sehri bilan qo'l tutishgan mana 2 nafar millionlik vakolatchilar ro'yobga chiqibdi. Aprini aytamiz. Qani. Kuchlar. Men ovaylabroq yo'lmasam bir qo'l qapti, hamda 2 qo'ldan arilib qolg'im yo'q mening. Xo'sh. Qani şampan ochquchi. Xon qiz bor mana, bu yerda bir go'zal xonim bor. Bugun texe jilvisini qilmadi. Bugun şampan 2 qadah etib olgandan keyin go'zal lirikalarım bor deb turadi-da, xon qiz xonim. Esing akbar. Bugun bu şampandak etildigan kuningiz sizningmi? Bir chapallarıngizni tugimiz chachirab chiqib ketsin. Qani, Hünerben Abdurrahman malum, bugün öz qo'lida yasab keldi deyman tortlarni. Rahmat, ko'p xursand bo'ldik. Qani, pichoqlarimiz bilan shu go'zal tortlarni kesib, az olsunmi bir chimdindan eg'izdigaylar, bütün mehmonlarga yetkidek turdi. O ochila, ochamsiz ya. Botulki bilan tam uçamsiz. Böyle o şere mübarek olsun. Qani qo'shinglar. Ushlab ketganda adam. Mana ekber mana o şarap qilma payzi bor. Şarap emas mana javhat. Sharbat-da, sharbat. Xo'sh. Hem de may iç, az iç, ay yüzlük, rena bilen iç veya ki sehrinin palidini iç deptike. Qani, güzel hanımlar, bir kadehten teklif etime, efendiler. Bugün erken, güzel bir murasimli bavatımız, Hoş, güzel tileklerimiz mücessemlengen, şu kadehlerimizni bir-birlep uruşqı nasip olsun. Mübarek olsun. Aynur Hanım, mübarek olsun. Hoş, Feride Hanım. Hoş. Mağla yıktım Halidem gönlümde gider. Vay Halidem,
Dostonu sevgiler oynama Malla layıktın halidin Gümrüye kadar Oldum da qarab halidem Qaşınğa kıydın Arkamda qarab halidem Saçınğa kıydın Arkamda qarab halidem Saçınğa kıydın Gözünge kıydın Tek acayip humalı Gözünge kıydın hey! Balımızda gitip varsam halidem Nəğmə sadası Balımızda gitip varsam halidem Nəğmə sadası Nem buldu dep sorsam ne Toyunuma navası Nem buldu dep sorsam ne Toyunuma navası Noma desen de halidem Köydüm ben sana Noma desen de halidem Köydüm ben sana Dostamı bulup karkalısın Namedez canan Dostamı bulup karkalısın Namedez canan Hey! Tüm bağrıdaki sayda Carını kiyek oynaydiken Tüm bağrıdaki sayda Halidem kızı tuğulu Özgen çok ciddigen beynav Halidem kızı tuğulu Özgen çok ciddigen beynav Kızı Qashqar bağanda Hemen deyişken Güzel Qashqarga bağanda Hemen deyişken Oğlum ben de tegimim deb Vada verişken Oğlum ben de tegimim deb Halidem vada verişken Noma desem de Halidem Köydüm ben sana Noma desem de Halidem Köydüm ben sana Dostamı bulup karkalısın Namedez canan Dostamı bulup karkalısın Namedez canan Dostamı bulup karkalısın Namedez canan Namedez canan Mübarek olsun Oy rahmet, rahmet. Hoş. Unda olsa aziz mehmanlarımız. Şampanımı aşka yerlerge urup, güzel nakşılarımızga Mehmetcan'ın icrası ile cevlan kılıp aldık. Tabii ha degen manımı şu, güzel sorularımız bu atıdı. Anda olsa, resimge teksel aydı var, meydan tertibi pek mühim. Benim açığım yaman, açığım kep kalsa, kapak turup salım Şuna, tövende, müş toxtam imzalagan işki nefer, aziz vakaletçi bilen çıraylık minutlarını ötküzdük. Tövende şirket lideri Peride Hanım'ın manımı şu katta hemkarlıkka özünün bir kömül soğulur var ki. Kene, kabul kıgayızda, merhamet.
Onda qo'ysa, mening shu ikki so'mlik hamkorlashuvchilarim, G'o'ljidagi so'mlik Ariel hamkorlashuvchim shundaqla Aynur qiz. Sening bir qadam tashrif qilib bergan bo'lsanglar, azroq ko'nglim bor. Mening so'mlik adam Nurnisa adam. Men so'g'atni ishkaylan bir o'z qo'limiz bilan taqab qo'ygan bo'lsak. Aldıqraq kəpəsənlər. Onda qo'sam shu so'mlik adam o'z qo'li bilan so'g'atlarni bir taqib bergan bo'lsa, Mehmetcan inim Absalam. Mehmetcan degan kim o? Monomu. Ey, unda qilsan ey? Sen G'ulji nereden sen? O'zing birim Davida? G'ulji Do'ngmaldan edi. Do'ngmaldan bo'ldi, o'zimdan saqam kelsa. Mush telefonni ala. Chavaq bormi, yo'qmi, ha? Rahmat. Unda qo'ysa, mana ichini men bir tekshirib o'tayjimi? Biz degan shu eg'irliklar bo'ldimi, bo'lmadimi? Ozuqasi menga desanglar bo'ldimi? Jixokasim desanglar bo'ldi. Va, Altın Saat o'zim hammalarga bir ko'rsataylik, ha? Altın Saat. Rahmat, unda qo'ysa Qashqarningcha ashta bo'ladi. Yomon zada shu dahshat be oldilari ichilib ketsin saat bilan, ha? Mana hamda yo'llarini chegib nim qilg'icha sizga mushtaqlam so'qlar, ya. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Chavqinlar bormi? Rahmat, Aynur qizg'ichu. Birdam. Ha, shundaymi? Mush yigitlar yomon chaqqan. Altın Saat, o'xshashlam Altın Saat yana, Altın Saat. Chavaqlarimiz bormi? Aynur qizga rag'batlantirib, rahmat, muborak bo'lsin. Sehri shirkatiga, hamkorlashganingizga, biz bilan qo'limizni birga tutib, mangdiganga ishonch qilganingizga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat olmoqlarim. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizlarga o'xshash bizga turk bo'la oladigan, biz bozorlarni ichib bersak, to'laga tushib tashviqotlarni qilib bersak, isil bo'lgan markalarimizni sunsak, biz bilan tang hamdamni bo'lib, shu markalarimiz uchun to'kib qo'sha oladigan, turk bo'la oladigan mana shunday so'mlik, iqtidorliq yoshlarimiz muhtojmiz. Shunga mana shunday so'mliklarimiz bo'lsa, yana hepimiz qatnashinglarni umid qilamiz. Rahmat, hamkorligimiz uzun bo'lsin, savdolarimiz barkat topsin. Rahmat. Mübarek olsun, mübarek olsun. Demek hemkarlık hergiz ikramsız, kadersiz kalmaydı ekende. Demek milyonluk sehrinin güzel mahsulatlarını eliş bilen birge mana şundak tartık, köngül izharlarına erişilen gepken sehrininki sehi dastıkını belki sehrideki kol tutuşkan barça hanım kızlarını mana şundak güzel bir toygu bilen jalip kılgan bolsa gerek. Mübarek eğitimiz. Bugün yaxşı bir tantana minutlarda buluvatımız. Bugünkü yig'ilishimizga ham davr yaratgan katta fursatda o'z talantlarini namoyon qilishga nisib bo'lgan o'zidagi yoshirin kuchlarni har qaysi suhbatlarda javlon qilib, xalqimizning ma'naviyati, xo'shaligi uchun xizmat qilayotgan go'zal shaxslarimiz yetib kelibdi. Ya'ni Qashqa qadimiy yurt bo'lish bilan til alohidaligi, til san'ati jihatdan nihoyat o'zgachilik ega. Qashqa gaplari bütün rayonimizda o'zgacha xosligi bilan dillarga huzur berib, ochiq tutuklarga hamroh bo'lib, har jurt kishilarni o'zgacha bir xil tuyg'ularga ega qiladi. Shu jumladan shu
tetimlik udumlarga varis qilgan udum madaniyat tarqitish shirkatining aktyorlaridan Baxtiyor Qobil efendi bilan Yumurxon Boda xonimmo yetib kelibdi. Ularning tetimlik gaplari bilan barcha qalblarga bir kulki huzuri ato qilsak degan umidimiz. Qani Baxtiyor efendini sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Sizlerle cık gepet çıkılmaydı. Ben usturup koysam beka bir şeyde şermen dop gitemem de korkavatım ben var dep. Qani benim yana bir tuqqanim yo'q ham yerda. Voy makaslar. O'zdirlam kam qag'am shagi. Ma sen chiqib ketami asıl kasra? Ashkelar tam turadi. Cho'zqalarni ko'rgan chaqda aqlishim yo'qdir ekanlar. Ya unda ish yo'q. Qaylar men bugun Sekrining 5 yillik bo'lgan, bunda 5 kishiga bunda faoliyat ekan. Tug'ilgan kuni ekan bugun tort yeymiz deb keldik. Haqli nimishib erkak bichi o'ynab keladi-ku, mening oppaslar. Ayak şu apırmen deb atayda ekkeldim sen nemish qilib tursiz bugun? Buyaga kelsan. Endi men bu chiqib qolgayotganda qo'saqlarim bilan nemish qilib ya ufsta o'ynayamsam ya naqsha aytamsam? Ya bir chavak o'chanmaydi ekan bular. Yo'q, manda ma shahri bugun bakkat faoliyat qilibdi qaylar. Qo'y Sekri ras. Sekri shahri deb satma. Sekri bekna noch kat faoliyat qilibdi degana bugun bizning ustozlarimiz bor ekan. Shunda ko'rdim ma edem degan bekchiq zot malvazir turgandeklam turda hozir ma olaman. Minalam. Shunga bugun seni men menda tuyuqsiz qo'sh qilib o'tay deb otaytensi men menda yo'tkab ekan. Oy, men tuyuqsiz qo'sh qiyslar bu kilamimi bu? Kiyimligimi? Voy bu kiyim sana kelmaydi. 4XL yoki 6XL var şunu giysasan. Bu modeldagini sen kiysan jitib sana. Unda o'z menga maningdim 5 nep birla. Ucu. O 5ning hammasini sen kiyamsan ya boshqa adashlarga kelib kiydiramsan. Uy. Tijliqda? Ha tijliq. İşq selangiz jilliqchinek tozasalla, ha? Yat başlandı. Tugmanchining to'pqidek cho'gilib qo'ydi. Ayandin ayağını tozı qilib ishni. Endi bir dallar tutun hep birishki yoqmadim mi? Ya qayla yıqışın yaqsa. Endi şu ma endi hemma appame birat on talasan appame bir chiqding avvalgi loyiq qolgan ishmi bu? Qayslar? Ölüp gitmez. Voy mayli o'lib ketsak. Eski o'lim yo'q degan ekan ko'ngillar xotirjam bo'ladi sizlarga. Menga alınma. Bakaliqmi ya? Qaytug'uslik chiroyli kelib ketdi. Ya tutar senlam olamışlı sana soğuk qilib. Bo'ldi ko'tiraman, anında oldiga ishni qilini. Ya qayla uni alsak bo'ladi, shu yanchiqning avvali qo'ylab turib oladigan. Unda bo'lsa. Men vakolatchi bo'lim, eprimla. O vakolatchilik falan qilaqchan, uni bingaqlam qilmaydi uni. Hazırmıca? Müşkmi bakaq osamaymış. Müşkning osag'ini sen ko'rganmiding bu yerda? Hayvonotlar bog'chasi 2 yil xodim bo'lgandim men bu. Apla, bo'lib seni. Voy qaysa bir bo'lsaq, har xilda yo'g'i otning taqisdek oltin poltinlarni osadigan seyyapeya. Uy rahmat qudam. Seyyapeya va bak opirkimdo. Uçu boçu tutu qo'ychi sattar santada imin xatarlik buxlaychi besh bo'l. Hammamiz o'ynab kelamiz emasmi? O xatarlikning hammasini opasam ma Sekrining gurumbimdan ham tugab kes qanday qilmay yanchiq ziyon emasmi? Voy tugab kes yoni ishtaydi va aqostangni sudek toza yiqiladi hozir bu shu. Apla, voy bo'ladi. Qilmamlar. Voy qilay. Agar bugun meni mushada vokalatchi qilmasa ish kutlari byudjetga boshlarini ko'ttak qo'ymayman. Voy sen uni qilmaydi degan olmaydi seni. Seni qilmaydi degan olmaydi. Lider qaysa meni qutqizmamni lider ochiqdek bir cho'kka bat qilasiz. Mayaga chiqmamni deyman, mayaga chiqmasa men ish chataq chiqdi. Vojan. Ama mademki bir şey aslab olmasa qopyaqimni ko'k borangni bo'yaydilar. Ne? Oy. O'cha bir gap suni o'qiydigan bo'lmi ya bu? Oyni chiqdi vi. Qana? Oyni deyman. Ochqananing yoqsidek vol so'g'atlanmay chiqdi meni lovuz qilib vi. Qayla og'zingdan shu so'g'atdan boshqasi chiqmaydi ekan. Ay chiq gap qilmay turib, qo'y. Voy tizliqma. Tizliq men boyaq turib. Ma bek xayl qildiga ishni qilishim, ma edem qilmaydi. Chimroq edem ma. Tizliq ma tizliqma. Ajab chiroyli kelay. Ben oğlum jinsliği biri. Ismim berdi bana. Ucu. Başkalarını men ayak oturup men turib ayak juda. Ha manda kesler mi ya?
Son teximi yadab gidelim, ikimiz gibi kındınlıqtab. Sen bolsan boladı elbette. Qandaq nimeni deymi nimene? Manda. Mahirem deydim şu Sihri'nin gibi ilqi ve bijimisini bir qandaq qıysam bana bir Bijimini bir qandaq qımıdıq. Şorpunu ötübdik aşkı gidek leyligili kәгемі bəgə, vi? Bolaptı. Muşның ağzı içilib qaldı. Muşның ağzı içilib qaldı. Ben muşның gibi bir narsa soğuk qılıb ötey. Muşның aşı en yaxşı vakaletçilikini muş qızılıq ve əbbəmimla özdürə. Əxəqligin bir poytusu var, işmo bir dep qoysam aydan. Vay yak boldu. Ben bu xotin kişinin məsləhətini tutmayımı deyim. Qansı bu söküb jürəmmi buna? Vay qoyslar şu xotin kişine şu sildek əkiş kendi qollab bəs xotin kişi olu da. Qaçanlı qayız yançıqları vurmuş, paqpaqın qaçılıb almayla lıq dollar çıtıgan gep var. Şu paqpaqdan qaçılmasa məqçəm şu öyünü öy qığıl olmaz yaxçan. Şu paqpaqdan xəcləb bulat qavalmış o. Qoysam meni bir qutquslar xanım. Qutqusunu gep qılmay turlayası bu. Qasam qılıb çıxılmay ya səni gep qılmayımı dep. Bolaptı bir gep qıyslar. Manda ayağınız qarsam şunçilik çıraylı, Akgön, Mehriban, onun üstüge bekcanlıq ekan. Hazır ayol kişilerimiz şu aileni joy tutyapti, turmushni joy tutyapti. Anandan başqa şu iqtisodiy kirimlarni bek shuqur oshiryapti. Hazır sepimizda million pul topayotganlarning hammasi atrofimizda turgan go'zal qizlarimiz, ayollarimiz. Ayollarning iqtidori nihoyat zo'r. Hazır erlarni besib tushyapti-ku. Kuch jihatdan besib tushmagan bilan. Voy, uni boshqadek qisqanmadi, nima deydi qalla meni besib tushmayapti. Şu ayolingizga chuqum ishining, ayolınız çoxum şirketimizden en çok payçık bo'lib qolishi mumkin. Belki yılga milyon qiymat yarata olishi mumkin. Sizni bu Esildağçılar o'rtog'izda Sihri markamizning setish orqali, shunaqla Sihri ish kiyimlarimizni setish orqali, uxlash kiyim, ayollar mahsulotlarimizni setish orqali cho'ng do'konni birini ichib bersangiz, men kuyxonish Nurisa Abbas xonimni ilib kelib taz bazarlarından yaxşı içip, ilan teşkilatımı yaxşı qıpırma, məsləhətimizmi, kəsibləşkən məsləhət, onun üstüge biz özümüz tədqiq qılıb işləb çıxarğan məsləhət, Şinjan hava klimatıq, alaydı məsləhəşqan. Eğer de Nurisa xanımını teklif qılıb, ekip birdi qaçdır olsun, neymiş kesmeyil cümali kim dağma? Kölma. Mandaq, muşu sındın Sihri'nin gibi bir eğiz yemleydiğim işimiz yok mu bir girim boyumlar ha? Bak, fulak etlik kitaydıp kaldı. Bulangar satmaydı, bulangar. Man qaysa avizlar postagilaqa daraxtning qo'ziqdek bo'lib ketganini paqirdi da, unda qilmayna. Ma'qul. Qachonni qay sobodek juymayman xasing tag'irdek. Alloh shukr. O xasing tag'ir senmi, menmi? Aldila o'zing. Sen qo'saqlarmay men tag'ishganda tumamda to'siq qavamni qo'saqni domba qilib yursak bo'lmaydi. Qanday qilma, elabdan boshqani amini berib olsang shu qo'saqmishda chiqmay. Voy qaysa, bu usqamacha. Baka chiqmagan nima qilganga chiqqan? Aş yiyeni camı sihri çıltıp da sihri babı yok. Hemen yiyeceğim ma. Şunu bir pemeleyin. Bal çatak yok. Maqlımsın bir. Özürgense. Şkim o yanın ki bizden adem gibi bir durap çapa aldığan gibi bir paktek tüküsardı bağ mı ya? Boldu. Yanı şunun gibi boldu. Bağ mı? Yeni pemeleyle. Cüzde madem hot joylu bolne. Mangala. Magelsin. Ma telefon numarını sormadım. Hocam mademden paqırab mas. Yo'ldoshlarga Sihri markasdagi shu uxlash kiyimlarimizni sap ipakda ishlangan. Shuni birib asta kumlab oldi ya. Pemleli cüzde. Atani aytdim tane, pullar chiqmaqanda. Jonlari chiqmaydi, pullar chiqirmas qudam. Qo'y cüzde. Bana sen. Rahmat. Şinjan Sihri Xalqaro So'z chekish shirkatining buningdan keyin kishilarning o'ngishliq, mushta hammalarning bir chiroyli o'ltirib sizlar jib qilmajan tizgandek, yuz ko'zinglar qamlashgan G'azi Ahmed sizgandek. Hammalarning mushunda chiroyli, mushunda jonliq, har bir raqobatchilaringlarning oldida mushunda tiz bitmas idorada bo'lishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Shundaqla hammalarga baxt, omad yor bo'lsin, hammalarga baxt tilaymiz. Oy. Arman, neme degen hazır cevap bir cümle bu ha? Köz tegmesin. Bulak, kan kende bulak. Alkışlarımız bilen köp teşekkür edimiz. El içinde manama şundak talant egilir var. Bulağını bizge çakıntı peygen şu bulağa köp rahmet edimiz. Tor devrige abone edimiz. Bəxtiyar, Yumurxan, şundak kılıp Sihri'ye bağlanıp kettinler o ha? Bəxtiyarның arzusu hem de şu Sihri'de əməl geçip qalsa əməl emas. Bir zılva bir xanımğa
arzu qilib yashab kelyotdi-ku Baxtiyor. Shundaymi? Baxtinglar ochilib ketgisi. Xo'sh, bizga shodlik ato qilgan bu bir juftlarga ko'p rahmat aytamiz. Unda bo'lsa, yana hayajonli minutlarimiz uzilmaydi. Qani, shirkat lideri Farida xonimni bugungi qutlug' kunninki sharafi bilan har qaysi vakolatchilarga o'zining qon tari bilan erishgan sharaf mevalarini e'lon qilishga va o'z qo'li bilan tatbiqlashga taklif etamiz. Qani, Farida xonim, sahnaga baramat. Bugün 5 yıllık musafirde yıllardan beri bir septi turup, japoliq ajr qilib, o'zining emgigi bilan erishgan natijalarga birlikda ishtirok qilayotgan vakolatchilar ham bor. Mukofot so'mildirmi oz emas. Unda bo'lsa, yana hayajonli minutlarga birlikda ishtirok qilamiz. Qani. Tövende sehri üçün özünün barlığını atavatqan, japa qarmay, erip telip qağını qarmay, sehri üçün töküp qoşuvatqan, bizning markimizni tontuvatqan, her qaysi nailadiki, şu grupının başlıqlarını aval, şu şərəf səhnəsiga mən təklif etib alğan bolsam, olmuş tizimlikni qulan bir bəgən bolsanlar. Bula sehri üçün şundaqla bizning şirketimizning taraqqiyoti üçün özününki meyli şəxsi mənfəət bolsun və yoki başqa işlər bolsun, həmmini çörüb taşlayıb barlıq gücü bilan sehri üçün tirişiyotidu. Biz şirketimizmi ularni tang qo'llab turyapmiz, tang tirishiyapmiz. Bularning tirishchilik orqasida ishonmanki, sehriyirimizning taraqqiyoti nihoyatda zo'r bo'ladi, istiqboli nihoyatda parlaq bo'ladi. Undan qo'sa, shu ajrlik har qaysi noilaning eng cho'ng setish chempionlari, shundaqla shu har qaysi noilaning bosh vakolatchilarini sharaf sahnasiga taklif qilib aytib qo'ygan bo'lsam. Bizning savdo endüstrimiz başqa şirketlarnikiga ancha o'xshamaydi. Hem torni, hem amaliy do'konni o'zaro giralashtirgan. Sehri markamiz maqsad do'konlari setildi, to'g'ri setilmaydi. Ayfer markamiz hem torda, hem amaliy do'konni setildi. Burun ishqlarimizda ichib qo'ysak, do'konlarni ichib qo'ysak, savdolar shundoq yaxshi qaynab ketadi. Lekin hozir hammalarning turmush ritmi nihoyat tez, taraqqiyot nihoyat tez. Shuning uchun biz aktiv bo'lgan, o'xshamagan savdo endüstrisini qo'llanishimiz kerak. Şirketimiz mana shundoq tor ham amaliy do'kondan iborat yaxshi bo'lgan savdo endüstrisini qo'llanib, şirketimizning nihoyat yaxshi bo'lgan natijalarini qo'lga keltiryapti. Undan qo'sa, men tuanda taklif qilib o'taman, shu sahnimizga chiqib bergan bo'lsanglar, şirketimizning ko'ngil so'g'itimiz bor. Makit Naysdan Mehrigul xonim sahnimizga bir chiqib bergan bo'lsangiz. Mahmudjon apandim, Mehrigul xonim. Qashqar shahridan Tursungul xonim. Yengsa Naysdan Savrgul xonim. Sizlarga şirketimizning az to'la ko'ngil so'g'imiz bor. Bular har qatimliq mol zakaz qilsa, az zakaz qilmaydi. To'ni o'zmondan tatib, yuqorisi milliongacha zakaz qiladigan ashu noilaning bukunlar bo'lgan 20 yillik girim buyumlari tijoratchilari, shundoqla bizningki qon qarindoshlarimiz, bizning janjigar urug' tuqqanlarimiz. Undan qo'sa, bu mukofotni taqdim etishga bizningki muhabbatli kuychimiz Muhammadjon Abay efendimni sahnaga taklif etib olgan bo'lsak. Javob bormi yo'q? Oscar
teshik obrni qirqib qolgan o'xshaydi, to'g'ri tushunaylik. Undan qo'sa, bizningki yiqimliq ovozliq, dangliq diktor riyosatchimiz Jo'shqin Juma efendimni mushu sovg'atlarni o'z qo'l bilan taqdim etishni taklif etgan bo'lsak. Qani Jo'shqin efendim, sizga marhamat. Çavaklar var mı yok mu? Az somu 5 xanlık, 6 xanlık sence mi? Bu azgın boz mu? Şirketimizin köğün soğatları. Güllerini et çıksanlar buludu. Soğat kıyığını et çıkan güller bolsa. Man müşündaq şerep küçüvatkan, hem özünü, hem özgünü hoş kılıvatkan, hem beytivatkan, terakkiyatımız için töhpelerini kuşvatkan, man müşündaq töhparlarımızga gül ve çembereklerini təqdim etsek buludu. Ona qo'sa yana bir alqış sadaları bilan bularni o'z o'rniga taklif qilgan bo'lsak, rahmat. Texim tirishinglar. Sehrining taraqqiyoti sizlar bilan. Sizlar Sehrining turki. Mavuz sani sal kichik bo'lganligi uchun turkum bo'lib taklif qilyapmiz. Poskam Nars'tan Abdursulcan efendim. Senlik merhamet kılın. Payzvat Nars'tan Gulnur Hanım. Atuş'tan Ajnur Hanım. Ona qo'sa bu suyumlik güzellerimizga mukofot taqdim etishga yiqimliq kuylar bilan bizning yurak tarimizni chekkan Muhammadjon efendimni mukofotlarni o'z qo'li bilan taqdim etishni taklif etgan bo'lsak, resimlerge düşüp, hatırlarını kaldırıp kılıvasak buldu. Şirketimizin baş direktörü, şundaqla mening qerinishim bir qo'saq adam. Şirketimizin kanuni vekili Xanqiz Hanım Muhammadjon efendining vakolatini taqdim etdi. Qani, chavaklarimiz bormi yo'q? Rahmat, sizlarning texim tirishinglarni umid qilmam. Sizlar Sehrining kelgusi, sizlar Sehrining turki. Biz sizlar orqali ko'klaymiz. Sizlar jiltiz, biz qo'l. Muborak olsun. Qani alqishlarimiz sizlar uchun. Rahmat. Rahmat, sizlarga rahmat. Rahmat. Maralbeshidan Arzgul Hanım. Yengishadın Abdurrahimjon efendim. Gumudan Fatgul Hanım. Qani vaqtni chang tutmuş o senlik merhamet qilib bergan bo'lsanglar, undan bo'lsa, mushu mukofotimizni o'z qo'l bilan taqdim etishga Muhammadjon efendimni taklif etgan bo'lsak,
Alkışlarımız var mı yok? Canlık çokurap tünügen ki keyfiyatlarına. Sehrilikler var mı? Hatır suratdagi çöyle, Muhammedcan efendim bosmuşay bir otura kepaygan bolsanız. Birlikte hatır surat qaldıraylı. Rahmat, işleringlar texmi ilgari bossin. Sizlar şirkatimizning kelgusi ham turki. Rahmat. Rahmat. Atışdan Ayşemgül Hanım. Yaken'den Abdüsemican efendim. Yaken'den Abdüsemican efendim. Kirya'dan Boyşem Hanım. Müşu sənlik təklif qılınıyatqan sümlük vakaletçilərimiz milyonluq qiymat yaratılğan. Yıllık seti somusu milyonluq bolup kelyapatqan nəhayət canlıq, tirişchan, coşqun Sehrining türkləri, izbasarları, şundaqla yıldızları. Sizlardek tirishchan suyumlik faxrimizning bo'lganligidan chin yuragimizda umid qilamiz. Boyşem Hanım bormi yo'qmi? Kiryadim Boyşem Hanım. Xan qız direktor xapamaymış soğat bir berib etgan bo'lsa, ama Muhammed efendim bəstaq yaxshi. Öz qo'lingiz bilan bir ayting. Bu milyonlik vakolatchilar, nəhayət canlıqma elvatqanlarning hammasi mukofotchimi vallah. Men mukofot 100 ming, 200 ming, 300 ming, herkesme qarsiq taxta ko'tarib qo'yish emas. Mana u naqdlashtirilgan pul. Alkışlarımız var mı yok? Hazır bir gap var. To'xtab turinglar. Va chavaqni mo, kelishni mo taq bilmayapsizlar. Menga kelishki maqsad nima bo'lsa, mush pulni tepish uchun kelgan, ha? Shunami? Maqsad aniq qo'ya. Sizlar tijorat yugunyapsizlar. Mala ancha-muncha qiymat yaratibdi. Yaratib, bular hozir elishyapti. Ma 100 ming degan 100 ming desa, 100 ni 460 ming ko'rsa, bizning Jungo, bizden Jungo hükümetiimizniki qonuniy javobgarlik 460 mingda ishib ketsa, qallasini oldigan qonuni. Bilamsiz shuni? Bilasizlar? Pul anda yezib qo'yganga 100 ming deb qo'ygan bilan qasinlan qasin naq 100 mingga chiqadi hozir. Pul, naq pul chiqadi. Chiqmaydi. Shunami? Odat bir odamning maoshi 3,5 ming atrofida bo'ldi qo'nmash. 10 oyda 35 ming bo'lamda. Shunami? Bir yıl, neçə yıl işləgən çağda normal bir xizmətçi 100 ming qiymat yarata alaydı. 3 yıl, 3 yıl. Abay deb etdim, avval samimiy bo'lish kerak. Tijoratchining shuari atiboy olmaydi, kelgusida boy bo'ldi. Lekin tijoratni davomlashtirish kerak. Uzoq muddat qilish kerak. Abayim deb etdim, 5 yil boshlanishi. Hatta bularning ikkinchi avlod oilasi qilishi mumkin. Uçaqda bu haqiqiy tijoratchi, korxonchi bo'ladi. Tamam? Chiqqan ekanmiz, mana bular shu qiymatni yarata olibdi. 100 ming, 100 ming, 50 ming deydi. Bu xonim 50 ming qo'liqqa. Men o'g'avalga yaqtidi. Qanday qilib? Ha?
Ma ikki xonim ya müşti qimmatli yarata olib. Shundami? Sizlar mi yarata olamsizlar? Yartsizlar shundami? Lekin tirish kerak. Tirish jarayonida tugmini to'kis bo'lmaydi. Bir tijoratchining tijorat o'rnida turish uchun uning iste'molchiligi bo'lishi kerak. Ma xalqim degan gap yo'q, ha, bu bizning shiraysning deydigan gapi. Biz tijoratchilar iste'molchilar deymiz. İste'mol qiluvchilar, san'atchilar tomosha qiluvchilar deymiz. Taksichilar yo'lovchilar deymiz. Qayda? Mushu gap qilishni joylab bilmaysizlar. 4 odam chiqib oldi, 2 gapning birisi xalqim deb turib oldi. Sen bizning shiraysning gapini talashma, o raisimiz o'zida shu gapni. Tijoratchi iste'molchilar deymiz, chunki buni iste'mol qiluvchilar. Shundami? Aydaqa? İste'molchilar deymiz. Biz san'atchilar shu tomosha qiluvchilar, tomoshabinlar deymiz. Optizay deydigan uchun yo'lovchilar deydi. Hamma odamning o'zining deydigan gapi bor. Shuningga tijorat qilishdan burun tijoratning eng muhim andisi nima bo'lsa, tijorat axloqi. Buni o'zimizda aytildirdi. Tijorat axloq bo'ldi ekan, hozir 5 yil ekan, 50 yildan keyin, 30 yildan keyin basma bu bolalar mushani saqlab tura oladi. Musha tura oladi. Shuningga buningdan keyingi sehrininki tijoratining shuari samimiy bo'lsin. Samimiylikni o'ziga shuar tutadigan sehri buningdan yuqori gullanib, buningdan jiq rivojlanib, nurg'un natijalarni qo'lga keltiradi. Hamda mushunda oldimizga natija qanot chiqqan chaqda bularni rag'batlantirish, bularga bir yaxshi bir chavakchilik biz pastko'taqlarning majburiyati. Shuningga har bir odam chiqqan chaqda bir natijaga erilsa, biz shu bir odam natijaga kelsa biz suyunishimiz kerak, qo'shilishimiz kerak. Ifodalashimiz kerak buni. Shuningga pastko'taqan qolgan bizning sehrining asosi emas, bizning sehrining odamlar. Shunami? Shuning uchun birimiz chavaqlarimizni vaqtida chilib, joyida chilib, memnun bo'lib, xo'shliqimizni joyimizda ifodalaydi. Qada? Yaxshimi? Rahmat. Rahmat, nayt haqiqiy mag'izliq sap bizga eng foydali bo'lgan so'zlarni depadi. Qilib xotirimizga yozib olsak bo'ldi. Rahmat. Yengsadin Güher Hanım. Aqto'dan Büqiz. Aqto'dan Farida. Xotandan Tursunjon apandim. Aqtu mening tug'ilgan yurtim, ha? İşleringlar texmi ilgari bassun, texmi tirishinglar, sehrining taraqqiyoti sizlar bilan bo'ldi. Rahmat. Undan qo'sa, mushu sovg'atlarni taqdim etishga shirkatimizning hamkorlashuvchisi, shundaqla Ayfer markamizning Çaş sopullarımızdaki Ali hamkorlashuvchisi Terner Akbar Ternerni mushu mukofatlarni o'z qo'li bilan berishga taklif etaylik. Javob bormi yo'q? Tushib xatir qoldirib qo'yganlar. Rahmat, sizlarning texim tirishinglarni sehri uchun texmi zo'r to'p bilan qo'shinglarni umid qilma. Rahmat. Rahmat. Aqto'dan Ayzuhra. Yengsadan Belqiz. Yengsa Sugat Yezdin Belqiz. Qağılıqdan Zulxumar.
Müşu suyumlik vakaletçilerimiz del vaqtida sənimizge çıxıb bəgin bolsanlar. Ona qosa bu suyumlik vakaletçilerimizge soğatını öz qol bilan təqdim qilib berishga bizning Qashqa yumurlar bilan dang'agan Yumurxon va Aryalishkalarni shu mukofotni öz qol bilan berish taklif etgan bo'lsak, rahmat. Javoblar bormi yo'q? Shu Yumurxon bilan birlikda hammalarning tang Van Xon bo'lib ketishinglarni umid qilaman, rahmat. Do'yinlaringlar bo'lsa dahshat tatib olsanglar bo'ldi. Şüteyler, şu oturğum kepegim olsanlar çıkalım. Erelişkim şu oturğum kepegim olsanlar. Çaq. Çünkü filmde açtaq çıkımız emas mı? Ha, doğru. Filmdeki. Ona qo'z xatir suratlarga tushmagan bo'lsak, ha? Rahmat, hammalarga rahmat. İşlerimiz texmirunak tapsun. Ona qo'sa, kayfiyatlarimizning texmi jushqunlik uchun balki mas'ul zerikib qolgan bo'lishinglar mumkin. Men o'zimning yaqinda yangidan aytgan bir naqshamni huzuringizga sunsam, anglag'inglar bormi yo'q? Hammanglar sani tushundiq yo'q. Hammanglar sani tushib olqishlaringlar bilan qizg'in qarshi olsang aytma bo'lmasa, yana shu faoliyatimizni davomlashtiramiz. Olqishlar bormi yo'q? Rahmat. Suyumlik vakaletçilerimiz Mişat Doğanlar'ınki hemmeylendikdek %90% bizim suyumlik vakaletçilerimiz. Belki 10%'dan sırttan kızıqıp köreştüğün kirgenler buluşanlar mümkün. Bizden sihri ailemizdeki şu Xotan'dan anca-munca geldi. Qağanın hemmesi Qashqa təvəllikidiki, Atış təvəllikidiki suyumlik vakaletçilerimiz. Mana şirketimizin küçünü müşunundan körülüşü boludu. Bizden Şinjan boyunca vakaletçilerimizden yığsaq sani 1000'dan aşıdı. Şundaqla emeli dükkan kölümü 75'ten aşıdı. Ayfer markasındaki dükkanımızın kölümü 38'den aşıdı. Bizden gırım boyumlarımız adetteki gırım boyumlardan alayet parak etadigan bulup kesipleşken, şundaqla qaratmılıqı güçlük, özümüzün hava klimatıga alayda maslaştırılgan, alayda tədqiq qılıp işlengen gırım boyumları. Çünkü menin kesbim doktorluq, men klinikалық davalaş kesbimi puturup 5 yıl doktorluq qılıp işlegenden kin, hazır şu suyumlik kesbini qılıp atıma. Şuna sizlerinin haqiqi bir yaxşı bolğan, süpetlik bolğan gırım boyumlarını satqanlar bolsa,
hem de pul tapqanlar bolsa, bizning sehriy qo'shiniga qo'shilishingni umid qilma. Onda qolsa, bizning sehriyliklar bolsa, shu maydonga chiqib bergan bo'lsanglar, tang pastirib meni cho'rlab turib, bir usullarni o'ynagan bo'lsak, rahmat.
Rahmet. Bizning sehriy kollektivimiz mana bu shundoq ittifoq, mana bu shundoq go'zal kollektiv. Rahmat. Sungan guldastalaringlar rahmat. Kömevetdinglar ekan. Rahmat. Rahmat. Ma guldastalar ney sig'diraman. Rahmat. Başına seni tuzlaytan. Ona qo'sa, yana şu mukofot taqtish faoliyatimizning ozgina qismi qoldi. Shu naq mukofot taqt o'tgandan keyin yana shundaq jushqun naqshlarimiz, yana yaxshi bo'lgan faoliyatlarimiz huzuringlar bo'ldi. Ama shu intizomni saqlab, hammalar o'rinlarimizda bir o'tirib bergan bo'lsak, rahmat. Sırlık. Tanışırlımı kabisi. Örgül Hanım. Bir dal 6 saat mukofotingizni ilvasingiz bo'ldi. Bu mukofotni aqtib birishga bizning Qashqar yumurlardagi o'zining qiziq tatliq gaplari bilan dan qozongan Yumurxonni taklif etgan bo'lsak, rahmat. Yengşadın Mihray, Nurimangül, Rabia İziz, Nuramina qatorliqlar saniga chiqib pasanglar bo'ldi, ha? Sehriy xalqaro so'tchilik shirkatining bir dona oltin sayti qabul qiling. Chavak bormi yo'q, ey? Sehriy xalqaro so'tchilik shirkatining sizlarga bir dona oltin uzuk mukofoti bor ekan, qabul qilinglar, oz bo'lsinmi? Xo'sh, unda bo'lsa sizlarning mush hayajon minutlarda chiroyli ta'rifinglarni, izzatinglarni qilgan shu shirkat lideriga bir kalima so'zinglarni so'zlab berish taklif qilamiz. Qani, butun sehriyliklar bormi yo'q? Chavak Liderimiz Farida lider biz uchun ko'plab jafo chekyapti. Bizningki kelgusi taraqqiyotimiz ham ko'plab pul tepishimiz uchun kechini kunduzga ulab, uydan ham farzandlardan ayrilib, kechini kunduzga ulab jafo tortib, bizning kelgusimiz uchun bizni yetaklab, yaxshi yo'l boshchi bo'lib mengyapti. Rahmat Farida lider, jafo chekdingiz. Tiningiz salomat, umringiz uzun, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Rahmat. Buningdan ortiq g'alaba o'zining shogirdlarining eng yaxshi tabassumlari orqali, eng yaxshi durdanlari orqali buningdan yaxshi g'albalarni qo'lga keltirgan bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Shunga ushbu sehriyga ergashgan barliq azizlarning tinining salomat, ishlarining qutuqliq, har qitimqi faoliyatlarda mushtaj jushqun bo'lishiga tilakdoshlik bildiramiz. Rahmat.
No, mesh. Rewind selector. Rewind selector. Ona bolsa Yılsan'ın sömürü vakaletçilerinden Nisagül, Amangül, Niyazgül, bu Ayşem qatarlıq sömürlük vakaletçiler bir saniye qadam teşrif etip bergen bolsaq, Bularga bir daldan sayohat bileti so'g'at qilgandan boshqa, ya'ni oltin uzuk mukofotimiz bor. Mana shu tuanda ismi chiqqan so'mliklarimiz saniga darhol bir chiqib bergan bo'lsak, yana shu mukofotimizni taqdim etishga bizning Qashqar yumurlardagi Vanxung cho'lponimiz Yumurxon taklif etaylik. Mübarek olsun sizlerge Suju, Hangzhou, Guiyang. Şunçalik güzel şehirlerimizden sayahat biletlerini soğatkanı başka altın üzük. Sizlerinin teximi tırışıp sihri hem ayfer markımızını etrafınlarga güldek pırtıp tun tüytüşünlerini ümit kılmaz. Rahmet. Onda olsa hatır süretler çulamdık. Kayıp hecap. Rahmet sizlerinin teximi tırışıp sihri ailemizden en gulluq azalarından bu qalışınlarını çin jirgimde ümit kılma. Onda qo'sa Qag'iliqning yizning vakolatchilari, Qag'iliq yilliqchidan Gulbahar, yilliqchisidan Gulbahar xonim, Gulsanam xonim, Zulxumar xonim, uchinchi saniga qadam tashrif bergan bo'lsanglar, Ona qo'sa bu mukofot taqdim qilishga Qashqar yumurlar bilan o'zining tatliq gaplari bilan bizni ram qilgan Baxtiyor apandimni mushlarga o'z qo'l bilan sayohat bileti shundaqla oltinlarni taqdim etishiga taklif qilgan bo'lsak, rahmat. Mübarek olsun, rahmet.
kahraman bo'lg'ach, o'zimizning zihnini ochib, savdo tijoratlarimizni texnik yuqori palakka ko'tarishinglarni chin yuragimdan umid qilaman. Rahmat. Onda qo'sa, Atuşdin Ayşengül xanım, seni qadam teşrif qilib bergan bo'lsangiz. Yakandan Abdusimijon efendim, Atikem xanım, Gülnazar xanım qatorliqlar shu sanimiz qadam teşrif qilib bergan bo'lsak, vaqtni chang tutaylik. Meningdan keyin mening jo'shqin yana bir tan naqsha mo'ziringlar bo'ldi. Ona bo'lsa, şu mukofotlarni bizning shirkatning hamkorlashuvchisi Ekber Ternerni o'z qo'li bilan mukofotlarni taqdim etishga taklif etgan bo'lsak, rahmat. Sami, esil dostumuz mana. O sana üzük bereysen bo'lmaydi ki, sen de muhabbetmi bo'lmagan ekan, xotinmi bo'lmagan ekan, shuni ortiqcha soat bereysin. Sen kichikroq bo'lib qoldi, yana tirishib, yakandan 29 yesidan hammasini ichib bo'lgan vaqtingda cho'ngroq diametr kengroq soatdan birini so'q qilmajmi? Unda bo'lsin, mani taqabtu. Muborak bo'lsin. Ma bizniki bu atikem o'zim tepishib bergan deylik o'sa. Qani Abdusamiga yana bir narsa beraveram dema. Abdusamijon berayli, ismi chiqqan bo'lsa. Abdusamijon bersak bo'ladiganlar bo'ladi. Bu Abdusami bu qisqalch o'zlikni nima ish qilasa, muhabbet bormi yo'q? Muhabbet yo'q. Unda o'z menga qoldirib qo'yaman o'zlikni. Ammo qizlarnikiga ma'lum. Demak Abdusamining qizlarining o'zikiga bu. Abdusamining gruppisdagi qizlarning o'zikiga. Hammaylar Abdusamiga. Davsa atga muborak bo'lsin. Chasopini texim yaxshi setim bo'lgan ishlatdingizmi? Atiga ishlatgan. Siz-chi Gulnazar? Ishlatdim. Gulnazardan to'liq Gulzindat deb turib olaman. Muborak bo'lsin. Uzuklaringlar bormi-ki, men ko'rib boqayman, quruq qopni beribdi deb bilset yutib zaga o'zinglar. Men desanglar bo'lmaydi. Ayşem Gulma. Ayşem Gul. Muborak bo'lsin. Sizning o'zingiz ko'p turmaltin kema, yaxshimi? Chiroyli chiqdi. Taqsınız dost düşmanın aldı yoğan görünüyor. Altın zincirci aşk. İşte. O amasının yoğan bir zinciriniz var ki tahmiyede. Masal iğir ki boynunuz götürel ama meylonda o kalsa 50 gram demde miyade aşk. Mübarek olsun bana. Sekirege ağaçsanlarmışında hem meyranlar altın boludu. Alık bak bir 10 yılın aldı Kaşgar kesek bir mehpelavatlı guldun kıldıqalık bir kolduğumları bak. Şundan bütün yerlerinler altında hemdi. Caldan şeyden boldu. Teğim bitirişinler bolsa şu sahneye oltağanlarning bu kiler qatımlıq faaliyetimizde müşahiye çıkıpmışlar katlı mukaffatlarının ilişini ümit kılma. Bizning muvaqqatli musabaqamiz Ürümçiden nimasi o'qish eng yuqori darajalik müşahiye bir davlatda. Ürümçiden uy so'g'at qilish. Bir chavaklar bormi yerda? Kapa demedik, uy dedik yoki o'nkir demedik. Hozir uyning pinfans Ürümçida 10 necha ming bo'lyapti. Az deganda 1 millionlik so'g'at degan gap bu-chu. Hozir eng yuqori so'g'atimiz Xallanda mashinagacha. Hamda bugundan boshlab yana vakolatchi bo'lganlarning eng yuqori darajasi Ürümçiden shu Vankaniki Jonshu qiliqli kirsingizdan bo'ladigan tayyor uylardan so'q qilamiz. Unda bo'lsa, men chiqib ketayman. Hammalar muborak bo'lsin. Deyishiga aytamiz bizni. Niyada. Men shu Samija o'tirib kastimiki degan aslimiz qizlarning erkak bo'lgandan keyin ko'ynakning oldini ichib tayyor bo'libdi-ku bo'lmasa.
Keling. Bo'ldi. Atikan bilan Gulnazlar ko'proq bir uygini o'pa. Samiydi. Mübarek bo'lsin. İşlerinizlar texim yaxshi bo'lsin. Rahmat. Şirketimizin taraqqiyoti sizlar bilan o'sha Absimijanni mening bir apqog'im bor. Absimijan chiqib ketmay turing. Ha, siz so'zli tilchi yo'q bu bola. Men ayrim bir tanishtiray Absimijanni. Absimijan qisqagina vaqt ichida nurg'ulg'an yaxshi unumlarni yaratdi, millionlik unumlarni yaratdi. Şirketimizni nayt yaqindan qo'llab berayotdi. O'zi nayt usti bo'lgan go'zallik elchisi. Yakanda tonimaydigan qizlar bo'lmasa kerak, tonmaydigan ayollar bo'lmasa kerak deb o'ylayman. %80-90% ayol kishilarimiz shu Samijandan chachlarining sog'lomligi, shundaqla yuz terilarining sog'lomligi, chiroyli yarishliq girimlarni shu Samijandan ulgu olgan. Undan qo'shsa Samijan, sizningki shu shirkatimiz to'g'risida shundaqla kelgusidagi planlaringiz to'g'risida bir-ikki bir kelma anglagan bo'lsak. Bundan keyin tixim terishib bu masalalarni tiximi keng doirada taraqqiy qildirishga to'liq ishonchim bor. Bundan keyin tiximi qo'l tutishib, tang deb mansab tiximi ko'p pul topsaq deb o'ylayman. Samijan o'zi nayt kamsiz bo'lgan bilan naytim tajribelik, ham qo'li aplik, chaqqan, ham eng ustamlarning birisi. Bundan keyin bizninki taraqqiyotlarimiz billa bo'ladi. Shirkatning Samijan cho'ng hamkorlashuvchisi bo'lib kirdi. Shundaqla isil bo'lgan mashinalarni mukofotlarni oldi. Bundan keyin Samijanga shu bo'lsa, Urumchidan uydan brend sovg'at qilishga bizni tayyorlik qilyapmiz. Samijan texmi tirishib, yakan bilan chekinib qolmasdan o'zingizga o'xshash kasbdoshlaringizni texmi ko'plab sepimizga ekirib, bo'lsa shu sepimizdagi girim qilishni, o'rganishni xohlaydigan, chash pasullarini chiqarishni xohlaydigan, chashni texmi sog'lom qilishni xohlaydigan suyumliklarimizni bo'lsa haqsiz tarbiyalab, yetaklab, darslarni so'zlab, mana shundaq tang to'plarni qo'shishingizni, tang yetaklab olg'a ilgarilishingizni umid qilaman. Rahmat. Sami tushib ketmaydi. Bizning shirkatning san so'qqan mashinasining markasini bir deb bermaydi. O mashinasi ismi Boshiji. Bo'ldi, Boshiji ya. Biz asli Panamerani apirsak, yakanning tuproqsal igizpasga, shunga Boshjininki Cayenne o'xshaydigan yan bir yo'yochasini so'q qildik. Hisobda 1 millionlik qimmatdagi mashina ol. Buningki hammasi o'ziniki to'kpisi. Mushu Oskarning hozir chiqsangiz udul to'qtoqliq qo'yib, bir jigaran bir Boshjini ko'rsangiz, Tangwan qilib tushsangiz bo'ldi, o'tirib beqib bir orzu turg'izib o'zingizlarga hammamiz sekren sastamışdan mashina o'tirib kelmadi. Yenib tushib ochiqishni bersanglar bo'ldi Samiga. Juma. Bu haqiqat. Ki yolg'onchilik yo'q. İşensanım bo'ldi. Men o'zim tirishib, bu shirkatninki haqiqiy ma'nolikka bergan mehr muhabbat. Men his qildim. Javob ham yo'q. Rahmat do'stim, ishlarning texnik yaxshi bo'lsin. Sizdek canlıq, coşqun, mana kesb egisi bo'lgan yoshlarning sepimizga texmo ko'plab qaytilishini chin yuragimdan umid qilaman. Rahmat. Sıkıntı. Şu Muhammedcan efendimni, Mehmetcan abay efendimni. Yani bir atal nakş eğitip bir teklif etem yok. İteyli. Muhammedcan efendim nak meydan ediyor nakşını. Taxtiravallarni apırıp açıksanlar bu diken şeyge. Çavaklarınlarını canlıq çamısanlar çıkmaydı olekin. Bizning yoshlik mezgillerimizde yürek tarimizni çekken haqiqiy muhabbatlik kuylar bilan bizning qalbimizning cho'nqir o'rnagan hurmatga sazovar meyli mijoz xuy xarakterlar bo'lsin, amaliyat bo'lsin, har kim bo'lsa yaxshiliklarni qilaman deb turadigan shu akimizning ishlarini utuqliq texmi yaxshi bo'lsin chin yuragimdan umid qilaman. Shaxsan o'zim shunchalik yaxshi ko'raman. Unda bo'lsa Mehmet akimiz bizga hammamiz yaxshi ko'radigan abay bir talablar bo'lgan bir naqshdi. Axir xat yo'qmi? Vay, xat. Xalqchan turuydigan o'zingizdan. Naqshning ismini to'lab beraman abay degan bo'lan. To'lab beraman. Chiroq. Mana xalqchanning burunqi muhabbatning ismi Tursun ekan. Ayrılık ketib hozir bütün baylıqını şu sarf qilib şu muhabbatini izlab
Şu Muhammed Çakan'ın Tursunay'da bir naqsıq şino bop yögülü bir ay boptu. Bir anlap baklı çavaklarınıza merhamet. Gitmen yaraklarga Yaramedi görelmeysen Beni gittim yaraklarga Yaramedi görelmeysen Gedgene yerim bekira Yarımdı görelmeyesem Gedgene yerim bek uzak Yarımdı görelmeyesem Kayerdesin tursun Ey biçare meskina Süygene yerim tursun ay 15 günlük dolun ay Dal yegildi ez buldu Gün qayırıldı geç buldu Dal yegildi ez buldu Gün qayırıldı geç buldu Arılığımız bekira Görüşmekte tez buldu Arılığımız pek uzak Görüşmekte tez buldu Kayerdesin tursun ay Ey biçare meskina Süygene yerim tursun ay 15 günlük dolun ay Ben sazımını çalma Sen hem itkan akşamga Ben sazımını çalma Sen hem itkan akşamga Yüreğimde vermeymen Seni ayırmadın başka Gözükümden vermeymen Seni ayırmadın başka Kayerde sen tursun ay Ey biçare meskina Süygene yerim tursun ay 15 günlük dolun ay Ey biçare meskina Rahmat
Endi o'sha barliq me'morlarni bir maydon usulga taklif qilamiz. Bir tantanilik bir usul o'ynaydi. Hesapni kim qilib yakni o'ynanglar, ha? Ey Akbar. Ha? Ha? Olma attım deryaga gülüm erelem, Leylilik çükümeydo canım erelem, Leylilik çükümeydo canım erelem, Sen yarımdan malları gülüm erelem, Yakılaydı üçmeydo canım merellem, Yakılaydı üçrehmer merellem. Sana yazılan xetmene gülmerem, Gülükke'de acının merellem. Sana yazılan xetmene gülmerem, Gülükke'de acının merellem. Bundaşlı ademi yok gülmerem, Kadrimizde köpürüklü gülmerem. Bundaşlı ademi yok gülmerem, Kadrimizde köpürüklü gülmerem. Allah Allah gülmerem, gülmerem, Malla kaldı bu elem gülmerem. Allah Allah gülmerem, gülmerem, Malla kaldı bu elem gülmerem. Ha, devam et. Ha. Sekiz kanlı sayırap gelsem, hoş haber bu dertmelen. Bakta bu sayırsa, seni kendi dertmelen. Bakta bu sayırsa, seni kendi dertmelen. Bakta güller açın diye, hoş buraklar çeçin diye. Kızıl güller açın diye, üç cumardan çeçin diye. Şümgen girip kapsan, gönlüm etildi. Şümgen girip kapsan, gönlüm etildi. Gülüm erem, canım erem, canım erem. Ay, rahmet oynağallığa. Ona qo'sa, mana bir nechalar qolib qoldi, ya. Shularniki mukofotlarini taqdim etayotgandan keyin yana mashrablarimiz davom etadi. Tizimlik, o qog'oz, Ona qo'sa, bizningki Gumuning shu 1 yil bo'ldi kirgini. Kirib shunchalik yaxshi iqtisodiy qiymat yaratayotgan, setish rekordini yaratayotgan Patigul xonimni, shundaqla Mehmetjon apandimni ariyalishganlarni mukofotini e'lon qilishga saniq taklif etgan bo'lsak, Mehmetjon apandim ham Patigul xonim ishqinglar bir saniq chiqib bergan bo'lsanglar, bu mukofotni şirketimizin hamkorlashuvchisi, ya'ni Grim ustasi, obraz loyihalash ustasi Dilyarni bu mukofotni o'z qo'li bilan taqdim etishga taklif etgan bo'lsak, rahmat.
Mübarek olsun. Bizdenki şu sekre sepimiz koşulganlığınızı nait karşı almayız. Ben işinmenki bundanki teximi şu baza etişte nait iqtisadi kirib yartib teximi çoğun olgan mukafatlarını ilişinizga işinmen. Mübarek olsun. Rahmet. Nait mı çıraylık saniga yaraşkan bir cüple. Teximi beşinla baş ayğınla taş bop kelsin. Teximi sehrinin taraqqiyati uchun zo'r bo'lgan töhflarni qo'shinglarni umid qilamiz. Rahmat sizlarga. Poskamdan Abdursulcan saniga chiqib kelgan bo'lsangiz. Xayrgul Hanım, Nurimangul Hanım, Nur İziz efendim. Vaqtni tutib shu saniga chiqqan bo'lsanglar, bir nechta ilqma ismini o'qisam chiqolmay qolib qoldinglar, so'g'dinglar, mukofotinglar qilib qoldi bo'lmasa. Nur İziz Hanım, ben o çarçasel iğir toğur düşünüyorlar. Nur İziz Hanım. Ona qo'sa, bu mukofotni berishga bizning shirkat hamkorlashuvchisi Akbar Ternerni taklif etgan bo'lsak, Mübarek olsun. Sizge mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Bular yana sayohatning biletlari taqdim berildi, ha? Kızdan kovdap manğanğa avu erkekki yana bir seyahat bereyli. Ayol işkelen biri. Ayol işkelen ortak seyahat bildi. Ya endi bu seyahat bildiğinin taxtki. Lekin biletden ikkini birimiz. Ona qo'sa xatir suratlar tushayotgan bo'lsak, ha? Do'st dushmanni oldi qo'rqqan mısın qulungiz? Men tutib edim. Manga bermedi debchi. Bo'lsa, rasmlarga bir yaxshiroq ta'tib etgan bo'lsanglar. Rahmat. Bundan keyin texmi tirishib, yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilamiz. Rahmat. Aynazlar degan do'koningizdan haliqi viviskisini Ayfarga almashtirib o'tganjimi bugam kesh berib. Nima deysiz mayaqman? Abdursulcan, sizga da'vatimi. Aynazlar degan viviskingizni. Yo'q, Abdursuljan. Avvalima bo'lmasa biletni. Abdursuljan bo'sh chaqilmang, bu Abdursuljan biz bilan hamkorlashgani 5 yil bo'ldi, ya. Eng dastlabki markamiz chiqqanda tunji bo'lib, bizni qo'llab, bakalash bo'lib kirib, hozir qadar necha minglab mollarni setib, Poskam tavalligida shu sehri uchun nihoyatda zo'r bo'lgan to'plarni qo'shyotdi. Mana shunday birodarlarimizning biz bilan oxirigacha bilmayishini chin yuragimdan umid qilaman. Ona qo'sa yana davomlashyotdi. O'ylab qolmanglar, bosh chiqqanlar, jiqsatganlar, keyin chiqqanlar, osatganlar emas. Biz faqat noilalar bo'yicha turkumlab taklif etyapmiz. Men oxir ismi chiqmaganlar ta'xir qilib saqlab turaylik. Harabdan Aymsagul xonim, Aytursun xonim, Chimangul xonim, Gulnur xonim, Zuhra, Shahzodam qatorliqlar saniga chiqib kelgan bo'lsanglar, ha? Bu mukofotni taqdim berishga
mening bir qo'saq akam aqsabda nayti yaxshi kuch chiqarib ishlayotgan qarindishim Talibjon apandimni mushu mukofotni o'z qo'l bilan berishga taklif etgan bo'lsak, rahmat. İsmi çıkıp çıkmağanlar derhal sahneге çıkanlar bo'lmasa mukofotinglar yeshib qoldi. Xatir suratlarga tushib olaylik, ha? Kelinglar, aldaroq chiqaman. Aldaroq kelaveringlarmi? Kelinglar. Hozirroq eshib ketdik. Rahmat, texmi tirishinglar ishlarimiz yaxshi bo'lsin. Go'zal sayohatlarda birga bo'lg'aymiz. Texmi tirishib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishinglarni umid qilman. Rahmat. Qashqardan Tursungul xonim. Nurbiya. Kiriyadan Boyasham xonim. Aqto'dan Gulsum xonim. Maralbeshidan Arzugul xonim. Bir saniga chiqib kelgan bo'lsanglar, vaqtni chon tutib. Maralbeshidan yangi kirgan Aynur xonim. Ona qo'sa bu mukofotni taqdim etishga mening qarindishim shirkatning bosh direktori qonuniy vakili Xonqiz xonimni taklif etgan bo'lsak, rahmat. Bir jushqura qulab bergan bo'lsak, chunki hammalar sahnaga chiqqanda tuvandiklaring jushqun alqi sadolarini yang'irtishni hammalar umid qilamiz. Biz o'zimiz chiqmaganligimiz uchun chaqchamiz qilmaydi, Bularning xushallik uchun bo'lsin, xushallik bo'lish bu bir yaxshi ish. Boshqalarning xushalligini ko'rishdan ortiq yaxshi bo'lmaydi. Aldıqroq turgan bo'lsanglar, shu xatir suratlarga tushmiz, Aldıqroq turib bergan bo'lsanglar. Ona qo'sa xatir suratlarga tushib olgan bo'lsak, Rahmat, texmi tirishib, Sehriyning taraqqiyoti uchun bir kishilik to'hfalarni qo'shinglarni umid qilamiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat, amanlar rahmat. O'rnaylar. Ona qo'sa, Yengsadin Guhar xonim, Rabiya xonim,
Niyazgul Hanım, səniki qədəm təşrif qıb bəgəm olsanlar, hə? Bulaq Sudan Nursmangul Hanım, yəni Konişər Naris'dən Nursmangul Hanım. Yeğisar Süget Yizdin Bilqız Hanım. Yeğisar Süget Yizdi Bilqızın vakaletçisi Boyşa Hanım. Qatarlıqlar müşüla bir sənigi vaxtını çın tutub çıxıb bəlkəm olsanlar, hə? Mübarək olsun. İttifaqlığınlarga, tirişçanlığınlarga göz tegmesin. Sehri ailesi mana şundaq iliq, mana şundaq ittifaq, mana şundaq ilmi, sapalıq kişilər toplaşqan ailə, hə? Mübarek olsun, nimda güzel gül dəstlər, bir-birdən çiraylıq. Mübarek olsun. Ondan qolsa, bu mükafatlarını mən öz qulam bilan taqib birə, coşquluq bilan çavaklarımız davam etsin. G'ayrat qilaylik, ha? Mükafatlarni mən öz qulam bilan taqib birə. Mübarek olsun Göher Hanım, 20 yıllık ayollar bölümünün doktor, müdür vəziyyət. Sizlərinin həmmənlərinin sayat bildiğinlər var. Sayat taxteklərini eşqib bəlkəm olsanlar, hə? Bulancaq. Mücək əkəb bəlkəm olsanlar, öz qulam bilan bir. Güzel caylağı birib sayatlarını müqağaç, qaytıb gəlgəndəkin tirişçanlıq bilan yaxşı nəticələrini qazansaq, bu texmi mənlik bolğan bir pul tepiş boludu, hə? Adam işləgəndimi, işləşni, aram ağandımı çoxum yaxşı, huzurlanışını biliş kerak. Ondan qolsa, şu işkanlar yürüyüş bilan bir-birini tutub turgan bolsanglar, ama biletni ayrım-ayrım chiqirib birimiz, ama taxtaklarimizning soni chekli bo'lib qolibdi. Ondan qolsa, xotir suratlarga tushib olaylik. Sizlarning kelgusida texmo zo'r shan-sharaflarni qozonishinglarni, sehri uchun texmo zo'r bo'lgan to'p bilan qo'shinglarni umid qilamiz. Sizlar sehrining umidi, sehrining kelgusi. Men sizlarni yaxshi ko'raman, sehri oilamiz sizlarni yaxshi ko'rdi. Rahmat. Chavaklar bormi yo'q? Muborak olsun. Rahmat. Ondan qolsa, eng oxirgi mukofotlarni e'lon qilib o'taman, ha. Gumudin Zulxumar, İbadet qiz, Fatugul xonim, Buxalcham xonim, Soyib Jamol xonim, Yusufjon apandim.
Müşu mukofotlarni taqib birishga hurmatga sazovor bo'lgan yurak tarimizni muhabbatlik naqshlar bilan chekib o'tgan müşu Mehmetçi akamni yana bir taklif etib olgan bo'lsak, rahmat. Buldu undaq olsa, xatır suratlarga tushilaylik ya. Hammanglarning bir daldan sayohat taqtiqinglayapti. Shu Mehmet apani mushakka bergan bo'lsangiz. Qap o'ttirdi turish yarashadi sizga. Rahmat. Sizlarning terishib, texmi buningda zo'r bo'lgan natijalarni qazishinglarni umid qilamiz. Sizlar shirkatimizning jurki, shirkatimizning jiltizi, shirkatimizning g'oli. Sizlar orqali bizning shirkatimiz gullaydi, ro'naq topadi. Rahmat. Go'zallikni texmi atrofga tortib, Sehri va Ayfar markamizni qizil attirguldek puraqlarni, xush puraqlarni choch quzishinglarni umid qilaman. Rahmat. Rahmat, o'rnasanglar bo'ldi. Anargül, Aymsagül, Patigül, Aytursun. Saragül. Sarigül. Xabamaymış bu saniga chiqib bergan bo'lsak, ondan suyimlik mehmonlarimiz yana 5 minut chidab tursak, bu faoliyatimizni oxirlashtirib, hammalar xotir suratlarga tushib, jushqun bo'lgan mashrablarimiz bilan oxirlashtiramiz. Oxirgacha g'ayrat qilib o'tgan bo'lsak. Yangidan vakolatchi bo'g'isi bor. Sepimizga qitilg'isi bor, suyimliklarimizning shu shirkat xodimlarimiz bilan aloqa qilishinglarni umid qilamiz. Xonqiz xonim shu saniga chiqib bergan bo'lsangiz, mana shu tuanda seriq kiyim kiyib olgan shirkatning bosh direktori Xonqiz xonimni izlashinglarni umid qilamiz. Vakolatchi bo'g'isi bor va yoki maslahat so'g'isi bor. Shunday suyimliklarimiz Xonqiz xonimni izlashinglarni umid qilamiz. Men mayantirib kerak, tizilib turinglar ketishmay qolsin. Onda olsa, Xonqiz xonim, o'z qo'lingiz bilan shu sayohat biletlarini taqib birishingizni umid qilaman. Gruplarning ittifoqliligi mava. Her bir tüendüyünün əzaları çıqa vaqtısında şu tüendüyünün özünün adamları bir-birlərə mana şundaq çiraylıq gül dəstə köngüllərini sarqılışıvatıdı. Köz tegməsin. Bir-birinlərə.
Ben şu oturunlar durupmuş bir süre çuvağa olsak, ha? Aldıqraq kelinglar. Xanqız xanim turib bergan bo'lsangiz, birlikte bir xatir suratlar tushgan bo'lsak, ha? Yenimga. Yaxshimsizlar barchangizlar. Shu vokalet bo'g'is va qarindoshlarimiz sahnaga chiqib qolgan bo'lsanglar. Men bugun charchashbek ig'ir gapdan chelayapman, to'g'ri tushungansizlar. Qani hozir vokaletchi bo'lman degan xonim qani? Ha? Bo'ldi, paranchaydi. Chiqib ketmang. Yana bormi? Qilib qolgan bo'lsanglar kelinglar. Enaniki mukofot olmagan qarindoshlarimiz meni izlasang bo'ldimi? Bundaqcha bugun men besiqchilikda to'g'ri tushungansizlar manglar. Bizni charchash ig'ir bir necha kun bo'ldi, vaqtida uxlamag'lar. Shunga sahnaga chiqib bergan bo'lsanglar, qilib qolgan do'stlarimiz bo'lsa sahnaga chiqib turinglar. Arzugul abayga. Ertaga oldi kenimizni qaplab jursanglar endi. Arzugul chiqib berasiz. Arzugul mi yakkin vakalet bulmaydigan Arzugul andan mana shundaq sepimizni tanlayotgan jur'atlik, batur, qaysar bizlar hamkorlashqusi bor. Mana shundaq suyumliklarni sahnamizda kutamiz. Avu yana bir qiz abayga Arzugul yana bir 16.800 go'llik tayli bo'lmaydigan qizmi chiqib beriyor. Ha? Patugul. Bugun fursat, bugun eng to'g'ri darajada vokaletchi bo'lgandan boshqa har xil mukofot, sayohat, bilet, oltin qatorliq sovg'atlarimizni kutadi. Sizmi chiqib etan? Bugun fursatching tutaylik. Savdo demak fursat demak, ha? Çoğunluğun bir gibi var, vaqti o'tgan qilishni po'qqichab deydigan. Şuna mana shundaq hal qilg'ich mezgillarda, mana shundaq maydonga chiqadigan mezgillarda maydonga chiqib fursatni ching tutib olmasak, ziyon tortqizmasdan o'rnimizda o'ltirib qolgan bo'ldi. Shunga bugun shu so'rinimiz qatnashgan, bizga qiziqadigan vakolatchi bo'g'isi bor. Mana shundaq suyumliklar ayrimxonaga marhamat, paranglashib, naq maydonda mukofotlaringlarni olgandan boshqa xotir suratlarga tushib hamdamda bo'lamiz. Sizlarni sahnaga taklif etaman. Ondan qolsa, shu yangidan kirmoqchi bo'lgan vakolatchilarimiz o'zaro paranglashib, o'zlarining fikrlarini deyish bo'yicha men sizlarga bir tal o'zimning yiqimliq naqsham sovg'at qilsam, ma'qulmi yo'qmi? Yana bayqidek jushqinlik bormi yo'qmi? Yana sahnaga tushimdiq, tushmamdiq. Ondan qolsa, öpçörümüz o'ltirgan navqiron yigitlarimizdan tortib, bizning sehriyliklardan tortib, shu sirtdan kirgan suyumliklarimizgacha sahnaga taklif etaman. Biz shu tortlarni bir chetga tortib qo'yib turgan bo'lsak, Tolibjon apandim, shularni bir chetga tortib qo'yib turgan bo'lsak, Kılçap olamayın ki. Ama vazgeç buradan kılçap ya.